oldin aniqlab olish kerak. Bu autizmmi, autizm emasmi? Qaysi belgilar to'xta, men nevropatolog bolalar nevropatologga borishim kerak ekan yoki mutaxassisga uchrashim kerak ekan deb signal bo'ladi. Bugungi ota-onalar siz bilan bizani katta qilgan ota-onalar emas. Buni xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bizani yaxshi ko'radimi, negativ qiladimi? Bu fakt bu. Autizmmi bugungi kungacha kim nima desa desin, aniq mana shu sabab bo'ladi deb sababini hech kim keltirib bera olgani yo'q. Agar kimdir keltirib bergan bo'lsa ham, bular ham bir versiyalardan bittasi. Zamonamiz vizioner Elon Musk misol uchun Aspergerligini tan olib chiqdi 2021-yil. Menda bitta shunday Qozog'istonda semipalaksik bitta kasalimiz bor. Mana hozir ayting 1700 yoki 1910-yil 7-may haftani qaysi kuni bo'lganning sekund ichida aytadi. Internetdan tekshirib ko'ring, o'sha yo dushanba, seshanba degan bo'lsa o'sha narsa bo'ladi. Siz bilan bizning kelajagimiz qo'limizdagi telefon emas, gadjet emas. Siz bilan bizning kelajagimiz qariganda bizga kuch beradigan, mehr beradigan farzandlarimiz bo'lgandan keyin bugun o'sha narsani berib qolaylik, vaqt o'tib ketadi-da. Hozir onalar, yosh onalar bolani ko'ntirish uchun qo'liga telefon beradi. Jim bo'lsin deydi, gaplashmaydi. Bolani emizadi, telefonda o'tiradi. Hattoki allani ham hozir mana hamma bu tayyor allalar qilamiz. Tayyor allani allaydi. U alla nima uchun chiqqan edi o'zi? Bir ota-ona 6 yoshli bolasiga qarab kopda o'ynayapti, misol uchun kopda o'ynayapti. Bolam dars qilsa bo'lardi deb o'ylaydi shuni o'rniga. Lekin u kopda o'tayotgan paytda gravitatsiyani o'rganyapti. Bu haligi zichligi har xil yumshoq qattiqligini o'rganyapti. O'zi barmoqlari og'irligi, ko'pligi, himoyalanish boshlanadi, otganda ushlab olish hisoblanadi. Hamma narsa shakllanadi. Autizm holat bo'lsa va bu ijtimoiy ko'nikmalarni yaxshi rivojlanmaganligi bilan namoyon bo'lsa, uni davosi, etiologiyasi ma'lum bo'lmasa, asosiy faktor nima bo'lmasa, davo yozayotgan odam nimani yozadi unga? Assalomu alaykum Zohidjon aka. Alaykum assalom. Vaqt ajratib kelganingiz uchun rahmat. Bugun sizni chaqirishimizdan maqsad 15 yillik tajribaga ega nevrologsiz. 10 dan oshiq patentlaringiz bor. Yevropa fanlar akademiyasi a'zosisiz va autizm bilan kasallangan bolalar bilan uzoq yillardan beri shunga bag'ishlab kelyapsiz. Ishingiz, jamoangiz bor. O'zingiz shu bilan ishlaydigan va yurtimizdan chetdan kelayotgan ko'p bemorlarni kuzatib, davolab kelyapsiz. Va biz ta'limdamiz, bog'cha va mana maktablarimiz bor. Sog'lom bolalarni o'qitib kelyotgandik shu kungacha. Onalarimizdan, ota-onalarimizdan, mijozlarimizdan ko'p iltimos tushishni boshladi. Mani bolam shunaqa, autizm bor yoki rivojlanishda ozgina nevrologik nuqsonlari bor yoki Asperger bor yoki maktabga kelishyapti, 1-sinf. Qo'shib qo'yinglar shuni bolalarning orasiga. Keyin men o'zim shaxsan bir nechta ota-ona bilan ham gaplashdim. O'zini maktablari bo'lsa kerak maxsus deb aytayapman. Keyin biz aynan shu sog'lom bolalar orasida yursa, o'shalardan odatlar o'rgansa yaxshi bo'larmidi, qo'yishib qo'yinglar deyishyapti va bog'chada alohida guruh ochsam ekan deb o'yladik. Lekin, xo'p, buni ocharkanmiz, biz oqibatlarni bilishimiz kerak. Ya'ni shaxsan men o'zim ham, ya'ni buni ochsak ertaga bu bolalarni olib qo'yganimizdan keyin, ertaga ularni sindirib, bo'ldi sani o'qita olmas ekanmiz yoki boshqa bolalar ularni mazax qilishi bor, chiqish olmasligi bor, konflikt bo'lishi bor. Shu maqsadda siz bilan suhbat qilmoqchimiz. Bugungi suhbatimiz ko'proq men sizdan ta'lim olmoqchiman. Ya'ni tadbirkor sifatida, shu o'qituvchi sifatida xato qilib qo'ymaylik shu bolalar bilan ishlayotgan. Nimalarni inobatga olishimiz kerak? Ota-onalar nimalarni inobatga olsin? Pedagoglarimiz bor. Shunaqa bolalar kelyapti. Ular nimalarni inobatga olsin? Shu haqida gaplashmoqchimiz. Lekin undan oldin bitta zo'r mavzuni gaplashyotgandik, kamera yozilishdan oldin. Shuni davom ettirsak, bu mavzu nima edi? Siz aytdingizki, men har taraflama kompleks yondashaman autizm bilan kelgan bolalarga dedingiz. Shu suhbatni davom ettirsak, kamerani ortida boshlangan suhbatda, ya'ni bu kasallik bilan chalingan bola faqatgina nevropatologga yordamiga muhtoj emas demak. Albatta. Umuman hozir bugungi kunda mana chet elga borganda baribir bilasiz, qani bizda qanday vaziyat, ularda qanday vaziyat, ular qanday podxod qiladi, ya'ni yondashadi o'sha kasalga, bizda qanday yondashamiz, uni xohlasangiz, xohlamasangiz tahlil qilaverasizda, bizda nima yetishmayapti, ularda nima kamchiligi bor. Ko'p kishi aytadi, mana rivojlangan davlatlarda hamma rivojlanib ketgan, hammasi zo'r deydi, lekin shunaqa narsalar borki, ular bizdan o'rganadigan narsasi ham juda ham ko'pda. Aynan mana shu xulqiy, nutqiy muammosi bo'lgan bolalarda. Shu muammosi bo'lgan bolalarning ichida eng katta bugungi kunda ota-onalarni eng vahimaga solayotgan, qo'rqitayotgan, tashvishlantirayotgan muammolardan bittasi mana shu autizm yoki ras degan narsa.
endi ko'plar so'raydi, autizm bilan bir xilmi, bir xil emasmi? Autizm bu kasallikmi, kasallik emasmi-da? Masalan, biz ham o'qigan paytda, institutda o'qiganda, hattoki mana shu aspiranturada o'qib yurgan paytim ham autizm degan diagnozni kitoblarda o'qirardik-da, u ani bizada bilasizlar, medinstitutda ham o'qiydi, ham отделениеda kasalxo'r bilan birga ishlaydi. Men islomiymanda shu autizm bo'lgan bolani birontasini ko'rganimda-da. Ko'rgan bo'lsam bitta ikkita bo'lgan bo'lishi mumkin, chunki unga urg'u bermaganmiz. Juda ham qiyin bir mavzulardan bittasi bo'lgan, chunki ko'rmaganingizdan keyin uni eslab qola olmaysiz. Hozirgi kunda bu kasalni bundoq ko'p eshitaman. Gaplashgan ota-onangiz bilan gaplashasizmi, boshqa bilanmi, ko'chadami, doktorman, bolalar nevrologiman desangiz, birinchi beradigan savoli mana shu narsada. Menda shunaqa bola bor yoki shunaqani taniyman deb. Ha, shunaqa deydi, autizm deydi. Mana shu chalkashtirib tashlayapti. Biza autizmmi bu, autizm emasmi? Autizmmi kasallik? Hozirgi kundagi informatsiyalarni cheklab bo'lmaydigan zamonda yashayapmiz. Siz ham bilasiz, biz ham bilamiz, to'g'rimi? Chunki shunchalik ko'p chalkash informatsiyalar berilyaptiki, asossiz. Mana bugungi kunda endi sun'iy intellekt chiqib ketdi. Nimaga ishonishni bilmaysan. Yo'q, so'rashi bu bir yo'liga, lekin ayrim informatsiyalarni, ayrim ma'lumotlarni shunaqangi chiroyli qilib beradiki, uni bu narsadan tushunchasi bo'lmagan, bu sohada ish yuritayotgan, ko'proq like yig'ish uchun yoki ko'proq prosmotr bo'lishi uchun qilayotgan ayrim o'sha sohani bilmaydigan mana noto'g'ri informatsiya berish natijasida mana ota-onalar umuman chalkashib ketyapti. Haqiqiy nima qilish keragi, kimga murojaat qilish kerak? Ana shunday mutaxassislar, ular doim ota-onaga aytishadiki, defekti bo'lsa, ya'ni nutqida, xulqida, qaysidirda pedagogik jihatdan biz buni korreksiya qilib beramiz. Iloji bo'lsa, mana shu bolalar nevrologiga, umuman psixologiga, psixiatrga boringlar deb aytishadi. Hech qachon autizmga shubha bo'lgan yoki o'sha autizm spektri bo'lgan bolalarni biri ikkinchisiga o'xshamaydi. Uni standart qilib bo'lmaydi. Uni hech qanaqangi bir test bilan baholab bo'lmaydi. Yoki Amerikada yashayotgan, mana bizdagi muammo mana shu. Amerikada yashayotgan, Yevropada yashayotgan yoki Sharqda yashayotgan yoki O'rta Osiyoda yoki Afrikada yashayotgan bemorlarni, mana shu kasallikka uchragan bemorlarni, kasallik demaydi-yu, holat bo'lgan bolalarni jamlay olmaysiz. O'sha uchun bugungi kunda eskirib qoldi. Siz aytayotgan Asperger sindromi eng yengil darajasida, birinchi, ikkinchi, uchinchi darajasi bor. U klassik turi bor yoki atipik turi bo'lardi. Oxirgi 4-turi bu ana sindrom Retta deyilardi. Sindrom Rettani olib tashladi. Bu o'sha eski variant. Bugungi kunda hozir yengil turi va o'rtacha og'ir turi, og'ir turga bo'lyapti. 2-3 ta turga bo'lib beradi. Bu ham hali asoslanmagan. O'sha uchun siz aytgandek birinchi oldin aniqlab olish kerak. Bu autizmmi, autizm emasmi? U bilan nevropatolog qachon shug'ullanish kerak? Psixolog qachon shug'ullanish kerak? Psixiatr qachon shug'ullanish kerak? Defektolog yoki mana pedagoglar qachon shug'ullanish kerak? Qaysi holatlarda ular kerak? Qaysi holatlarda birga kerak? Qaysi holatlarda umuman bolalar nevropatologga murojaat qilish kerak yo'q? Uni oddiy mana shu siz aytayotgandek maktablarda, korreksion sentrlarda, bog'chalarda shug'ullanish kerak. Da pedagogik yondashish kerak. Mana shunaqangi ma'lumotlar bugungi kunda chalkashib ketayotganligi uchun ota-onalar qaysi biriga, kimga ishonishni bilmay qolyapti. Logopedlarga chiqib gapirayotganlargami, o'zi psixologman deyotgan psixologlargami, psixiatrlargami, nevropatologlargami? Kimga ishonamiz? Mana shu bugungi kundagi eng katta muammolardan bittasi shu. Xo'p, nimani boshlagingizni tushungandek bo'ldim. Ya'ni kim, iltimos, azizlar, misol uchun bu kasallik emas, bu deylik Down sindromiga o'xshab juda jiddiy olib, tug'ma sindromlar emas bu. Bu holat, agar demak holat bo'ladigan bo'lsa, nima o'tib ketishi mumkin? Qachon ota-ona bu bolasini kuzatyapti o'zini, ayniqsa bitta farzand bo'lsa, hali bolasiga solishtira olmaydi. Birinchi farzand. Qachon u xavotir olib, bolalar nevropatologga borishim kerak ekan deb harakat qilish boshlash kerak. Birinchi harfini taniyotgandami bola yoki birinchi o'sha kichik motor harakatlar boshlangandami 3 yoshida yoki birinchi yurishni boshlagandami 1 yoshda yoki tili chiqishni boshlagandami yoki mana Denver tablitsasini bilamiz. Bolaning rivojlanish 6 yoshgacha ta'lim jadvali, o'sha jadvaldan bola orqada qolayotgan bo'lsa, ya'ni nima, mana biz ota-onalarimiz, biz o'zimizda ham bog'chada 100 ta ota-onamiz bor, maktabda 1000 ta ota-onamiz bor. Bularga qachon signal bo'lish kerakki, bu shunchaki o'tib ketadigan holat, bu vaziyat, bu iltimos pedagog, bu bolam e'tibori, ya'ni SDVGsi bor, ya'ni sal e'tibor yetishmaydi, o'zimga alohida shug'ullaning, o'tib ketadi. Deyish mumkin. Qaysi belgilar to'xta, men bolalar nevropatologga borishim kerak ekan yoki mutaxassisga uchrashim kerak ekan deb signal bo'ladi. Qarang,
az bu to'g'risida ham gapirsa ko'payib ketadi, lekin signal bo'ladi qachonki agar umuman olganda siz aytayotgandek standart bugungi kunda yo'q. Yo'q. Mana agar Boladan kelib chiqamiz demak. siz hozir aytyapsiz 100 ta ota-ona, buna e'tibor bering, 100 ta ota-ona 100 xil. 100 xil dunyoqarash, 100 xil muhit, 100 xil bolaga munosabat. Bola yashayotgan muhit 100 xil. Bunda olib qaraganingizda o'sha uchun keyin mana millatlar o'rtasidagi mentalitet degan narsalar bor-da, bu o'sha uchun hozir ko'p joyda standart qilib qandaydir testlarni nima qilib qo'yyapti yoki ma'lum bir o'sha yoshda mana shu narsani qilish kerak degan narsa ham o'sha ozgina so'roq ostidagi narsada. Chunki har bir bolani o'ziga bog'liq bo'lgan tomonlari bor. Bo'lishi kerak bo'lgan narsa fiziologik o'sish, rivojlanish, ya'ni bu i jismoniy, i aqliy, i xulq tomonidan. O'sha to'rtta kommunikatsiya deymiz, sotsialniy navik nimalar, sotsial ko'nikmalari bo'lishi kerak bo'lgan joylari bor, lekin bu ham aytayapman, yana o'ziga bog'liq bo'lmagan bolani o'ziga bog'liq bo'lmagan atrofdagi muhit. Nima uchun atrofdagi muhitni men juda ham katta urg'u bilan doim aytib kelganman? Chunki bugungi ota-onalar siz bilan bizani katta qilgan ota-onalar emas. Buni xohlaymizmi, xohlaymizmi, bizani yaxshi ko'radimi, negativ qiladimi? Bu fakt bu. Chunki autizm aytganimdek, autizm bu haqiqiy shu autizmmi yoki autizmga o'xshash holatmi? Chunki ikkalasi ham bir xilda. Ota-onani tashxis oladigan. Ya'ni faqatgina simptomlarga o'xshash simptom bo'lyaptimi? Bu o'tib ketadi. Lekin o'sha simptomlarga o'xshaydigan shu autizm simptomlari o'sha pedagogik muammosi bo'lgan bolalarda o'xshashi mumkin. O'sha uchun endi adabiyotlarda keltiradi, qachon ota-onaga urg'u beradi, hali qizil nima yonadi, что bolalar nevrologiga murojaat qil degan. Bu birinchisi o'sha 18 oy deymiz, 1,5 yoshdan keyin o'sha bola agar o'zini ismi bir ma'lum maqsadli so'zlarda ayta olmasa. Maqsadli so'z bor-ku. Ishini bitirish uchun aytadigan so'zlar. Mumkin. Chunki hozir hamma bolani hozir bu o'zida alohida mavzu, mana planshetlar, gadjetlar. U narsani aytish mumkin, mana telefon deyish mumkin, suv deyish, lekin uni ma'nosini anglamayapsa, bu boshqa narsada. Bu o'sha bitta signallardan bittasi. Keyin ismini aytganda qaramayapti degan joyi bo'ladi. Hozir ota-ona juda ko'p ismini aytsa qaramaydi, bolam degan narsa bor. Bu ham shu erta belgilari 1 yoshdan 2 yoshgacha bor, 3 yoshdan 4 yoshgacha bo'ladigan holatlar borda. Bu holatlarda masalan ismini aytmayotganligi yana faktorlar bor, tashqi va ichki faktorlar, ya'ni ota-ona shug'ullanmagan, ishlagan, telefonda o'tirgan, nyankasi e'tibor bermagan, faqat bir xil holatda turgan. Bular agar bo'lmaydigan bo'lsa, demak bola 1,5 yoshda ismiga qarayaptimi, yo'qmi? Ismiga qaramaydigan bo'lsa, bu o'zi ham bitta signallardan bittasi. O'zini atrofidagilarga e'tibor bo'lmasa, ya'ni ko'z kontakti deydi. Ko'z kontakti bo'lmaydigan bo'lsa, bunda o'zi yana eng keyingi kechki belgilaridan bittasi ota-onalarda aytadi, ayrim so'zlarni bilardi. Dada derdi, oyi derdi, umma derdi, suv derdi, bizlar bilan muloqotga kirishar edi. Nimanidir sabab qilib ko'rsatadi. Kimdir mana juda ham shov-shuv privivka, emlash, shamollash bo'ldi deydi, qo'rqib ketdi, yana yiqilib tushdi, bir sababni ko'rsatadi. O'shandan keyin bolamda mana shu holatlar yo'qolib qoldi deydi. Ya'ni bilgan amaliyotlari, navikalari yo'q bo'ldi. Endi bizda atkat deydi-ku, orqaga ketish yo'qolib qoldi deydi. Ana shunaqa holatda ham bu yerda bolalar nevropatologga murojaat qilish kerak. Qolgan holatlarda undali bolalar psixologlari, pedagoglar, logopedlar, defektologlar ishlanadi. Mana shu holatda albatta shu nimaga nevropatologga murojaat qilish kerak. Demak, mana shu 4 ta 5 tani hozir biz sanadik. Shungacha bo'lgan boshqa belgilar bo'ladigan bo'lsa, demak bu vaziyatdan endi hozir bitta so'z gap aytdingiz-da. Autizm holatini biz aniq tashxis qo'yish uchun u belgimi yo'qmi, simptommi yoki holatni o'zi kechyaptimi unda deyish uchun biz bolaning millatini, ijtimoiy kelib chiqishini, oilasini, ota-onasi kimligini hisobga olishimiz kerak dedingiz. Demak, bu holat yoki bu kasallik deymizmi yoki sindrom deymizmi, autizm, mana bu narsa unga sabab bo'ladi deb haligacha topilmagan demak. Genetik faktor, muhit faktori. Yo'q. Ha, u kuni yaqinda bittasini ko'rib qoldim. Ana
bir jar urib aytyapti genetika deb turib to'g'ri qarang mana masalan insult aniq aytamiz insult nimadan bo'ldi qanaqa insult turi bor agar klinikasi ham bu uchraydi desa uni aniq bitta tekshirtirasiz Diagnostikasi ham aniq qiyin emas. autizmni bugungi kungacha kim nima desa desin u aniq mana shu sabab bo'ladi deb sababini hech kim keltirib bera olgani yo'q. Bu agar kimdir keltirib bergan bo'lsa ham bular ham bir versiyalardan bittasi. Ha. Yo'q sababi. Uni bugungi kungacha men sizga aytaman, ota-onalar menga mana shu bir qop tekshirish bilan keladi. Bir qop tekshirish bo'ladi. Ha. Autizmni tashxislab beradigan tekshirish usuli, yangi rentgenmi, MRTmi, MCKTmi yo'q. Yoki qon tahlillari yo'q. Demak, biz bolani miyasini MRTsiga qarab turib, bunda autizm bor deya olmaymiz. Qarang. Har bir tekshirishda, har bir usulda o'ziga ko'rsatmalari bor-da. Masalan, men ota-onaga tushuntirib beraman, bir 5 ta 6 talab MRT qilib kelgan ota-onalar bor. Har 6 oyda har yili bittadan MRT qilgan. Bolaga aniq qo'yilgan autizm yoki ras qo'yilganda, o bir marta qildik, mayli, endi bizda o'zbekchilik degan narsa bor-da, o'zim uchun deydi. U tekshirish odatda o'zi ota-ona o'zi uchun qilinmaydi. U qolmaydi-ku baribir. Diagnostika uchun qilinadi. Qolmaydi-ku. Da, diagnostika uchun qilinadi. Agar shifokorda aytaylik, shubha bo'ladigan bo'lsa, uni belgilari bir nechta xil kasallikka o'xshayotgan bo'lsa, bir-biridan ajratish uchun, ajratib olish uchun anomaliyalar bor, miyani rivojlanish anomaliyalari bor-da, mana shu nutqimizga javob beradigan yoki mana miya po'stlog'ida kortikalniy displaziya degan narsa bor-da, sal ozg'inroq bo'ladi. Demak, miya peshona sohamizga, ongimizga, fikrlashimizga javob bergani uchun, mana chakka soham nutqlarimizga javob bergani uchun o'sha joyda kortikalniy displaziya bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsa ozgina kech qolishi mumkin yoki ozgina shu xulqidagi muammolar bo'lishi mumkin. Bu degani autizm degani emas-da. O'sha uchun bir marta qilganda, endi agar boshqa bir organik belgilari bo'ladigan bo'lsa, mayli qildirding bitta MRTni. Lekin unda 3 ta, 4 talab MRT. Bu уже nimani ko'rmoqchi bo'ldi, nima qilmoqchi bo'lgan. Bu yerda doim ham doktorlarni ham aybdoram deb bilmaymiz. Chunki mana shu narsani aytmasangiz, bugungi kunda xafa bo'lishmasin ota-onalar, siz yaxshi shifokor bo'lmay qolyapsiz-da. Shuning uchun bugungi kunda yana aytaman, autizmni tasdiqlab beradigan ana shu og'ir metall tuzlari deydi, neyrovaspaleniya deydi, yoki gen deydi, yoki o'sha aytgandek har xil gormonlarning buzilishi deydi, tashqi ichki faktorlar, telefonlar, gadjetlar, yoki telefonni internet, Wi-Fi kanallari, hammasi yeb ichayotgan narsalarimiz bular hammasi idiopatik, ya'ni bilmaymiz nimadan bo'lyapti. Bir sabablardan biri. Lekin aniq o'sha sabablar tufayli mashina yo'qotsa, mana bolamda bo'lmaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Qarang, mana butun shov-shuvga aylanayotgan narsa vaksinatsiya. Vaksinatsiyani siz olmaganmisiz? Vaksina 100 yildan beri bor-ku. Siz olmaganmisiz? Yo'q, hamma olgan. Olgansiz. Men ham olganman-da. Lekin bugungi kunda endi tashqi faktorlar ham juda ham ko'payib ketgan, tashqi faktorlar. Bular hammasi balkim bu ilmiy asoslanmagan narsa. Endi men hozir keyin savollarning ichida mana shunaqa nima bo'lsa, men bunga asoslanib keltirib o'tib ketaman, keltirib beraman. Balkim tashqi faktorlarimiz ham sabab bo'layotgandir. Men ota-onalarga chizib beraman. Chunki aytdik, autizm yoki autizmga o'xshaydigan holatlar, autopodobniy состояние deydi. Autizmga o'xshaydigan holatlar shartli ravishda menimcha bugungi kunda biz bo'lib olishimiz kerak. Haqiqiy autizm yoki autizmga o'xshash holatlar ham bor-da. Ular shunaqangi o'xshaydi bir-biriga. Ajratib olamiz. O'sha uchun bugungi kunda autizmni davolash kerakmi? Ya'ni medikamentoz nazarda tutyapman. Yoki faqatgina korreksionniy pedagoglar shug'ullanish kerakmi? Statiya o'qigandim, oldinlari bu autizmni bu kasallik emas, bu kasallik rukuniga ham kiritmaymiz. Bu biz yashamaydigan olamdagi boshqa insonlar, ularning o'zini olami bor, bizning o'zimizda olamimiz bor. O'sha uchun ular bizlarni tushunmaydi, biz ularni tushunmaymiz. Shuning uchun bizlar uchun ular g'alati, biz ular uchun g'alati deymiz. Chunki autizmga o'xshash bo'lgan bolalardagi bitta muammo nima? Ijtimoiy muammo. Boshqalarni hissiy holatlarga tusha olmaydi. Ularning perspektivasini qabul qila olmaydi. Hissiy o'zgarishlarga ko'nika olmaydi ular. Tushunyapsizmi? O'sha uchun mana endi bu ham, конечно, darajasiga qarab aytdik-ku, 1-chi, 2-chi, 3-chi daraja deb aytdik-ku. O'shanisiga qarab turib klinikalar bo'ladi baribir. Lekin asosiy bugungi kundagi ota-onalarda uchratib ko'zga birinchi tashvishga solayotgan narsalar mana shu hissiy holatlarda. Ya'ni o'ynamaydi o'rtoqlari bilan, o'zi aytsak, ismini aytsak qaramaydi, har xil qiliqlar qiladi, o'zini dunyosini qaytaraveradi. Bu degani o'zini dunyosi bor deganida.
o'zi bilan o'ynab o'tiraveradi, nimalarni qilib turib boshqaga qo'shilmaydi degan narsa. Demak, bu shuni aytaman-da, balki bu variant norma, ya'ni bir insonni deylik, insonlar har xil-ku. Ya'ni kimdir ovozi baland, kimdir ashula ayta oladi, kimdir, ya'ni har xil ko'nikmalar bor. Misol uchun aqliy ko'nikmalar bor, hissiy ko'nikmalar bor. Hissiy ko'nikmalari shunchaki rivojlanmagan. Ya'ni introvert ekstrovert deymiz-ku. Tushunarli. Ya'ni aytmoqchi buni haqqa olib kelyapman. Ya'ni deylik bir inson ko'r bo'lib tug'ilsa yoki kar bo'lib tug'ilsa, misol tug'ma karlik, boshqa sezgilari kuchayib ketadi. Boshqa sezgilari kuchayadi. Buni ustida va u deylik jamiyatda bir to'liq mana hozirgi holatdagi jamiyatimizda moslashib yashay olmaydi-da. Lekin yosh katta Asperger sindromiga chalinganlar deymizmi, shu yengilroq spektrdagi autistlar deymizmi yoki hattoki o'rta darajadagi ko'pincha boshqalar ular bilan qiynalayotganini ko'ramizda. Ya'ni boshqalarga ular bilan, lekin ular o'zi qiynalmayapti-ku. Shunaqa. Ya'ni misol uchun ko'r odam o'zi qiynaladi, deylik, kar odam o'zi qiynaladi, gipertonik o'zi qiynaladi yoki asabiy odam o'ziga ham yoqmaydi asabiylashish, lekin deylik mana zamonamiz vizioner Elon Musk misol uchun Aspergerligini tan olib chiqdi 2021-yil yoki Greta Thunberg 13 yoshidayoq butun dunyoga deb Nobelni olib boshqa qilib uchun yo'q. Mana qarang, ularda nima uchun yengil, o'rta va og'ir darajada dedik. O'sha yengil turish siz aytgan shu oldingi paytda adabiyotlarda shu Asperger sindromi deb bergan ayrim qobiliyatlar yuqori bo'ladi. Deylik shu aqliy qobiliyatlari. Yo'q, aqliy deb ayta olmaymiz. Chunki bizlar u yengil darajadagi shu autizm bolalarni aqlsiz deya olmaysiz. Sizdan, mendan ko'ra aqlli bo'ladi ular. Ular bu yerda aql degan so'zni ishlatishimiz kerak emas. Tushunyapsizmi? Aql bu boshqa narsa. Mana shunaqangi keladi, kichkina bola aql shuna ko'rsatib hamma narsani sizga ko'rsatib beradi. Yoki menda shunaqangi bolalar bor. Qanaqa qilib chalkashtirib matematik savol bermang, shunda reshat qilib beradi o'sha joyda o'zida. Yoki shunaqangi rasm chizadigan bolalar bor. Menda bitta shunday Qozog'istonda semipalazit bitta kasalimiz bor. Mana hozir ayting, 1700 yoki 1910-yil 7-may haftaning qaysi kuni bo'lganini sekund ichida aytadi. Internetdan tekshirib ko'ring, o'sha dushanba, seshanba degan bo'lsa o'sha narsa bo'ladi. Mana shu bugun endi bu tibbiyotdan sal mundoqroq qaraydigan bo'lsa, bugungi kunda tibbiyotimiz qancha rivojlanyapti, diagnostika usullarimiz qancha rivojlanayotgan bo'lsa, insoniyatni ochilmagan qirralari ko'pligini ham bilib boryapmiz-da. Chunki insonni ongi, tafakkuri bu boshqa narsa, aql bu boshqa narsa. O'sha uchun ota-onalar bir xiliga aytaman-da, aqlli juda qiyinchilik bo'ladi bir xiliga shu bolada autizm ekanligini tushuntirib berish. Chunki ular normal erkatoy deb aytadi. Bir xiliga shu autizm deb kelgan, vahima bilan kelgan ota-onaga u bolani sog'lom ekanligini tushuntirib berish ikkita muammo bo'ladi bizda bugungi kunda. Endi men pedagogika sizlar sohanglarda men bilmayman. Bizda ikkita muammo bor. Bittasi lekin autizm yo'q. Ayrim belgilari bor, chunki u belgilari o'sha aytganimizdek tarbiyasi qo'pol bo'lganda nevоспитанный bizda betarbiya deyiladi, to'g'rimi? Betarbiya desam ota-onamda o'zgarib ketadi. Defekt воспитания degan narsa yoki sotsial nimaga o'tirib qolgan. Ijtimoiy ko'nikmada shunchaki rivojlanishiga imkoniyat imkoniyat bo'lmagan. O'sha uchun meni gapim nimada qolib ketdi? Siz bilan bizani katta qilgan, tarbiyalagan ota-onalar bugungi kunda juda ham kam. Bu qaysi ma'noda? Gaplashib, yonida olib yurib. Yo'q, mana alla aytishlar, mahallada o'yinlar, bordi keldilar. Alla aytgan paytda bolasini ushlab olib, mana bunaqangi qilib ona bilan bolani o'rtasida rishta degan narsa bor. Mehr bor. Buni deydi, hech qanaqa bir tekshirib aniqlab bo'la olmaydigan his tuyg'ular borda, o'sha energiya har bir insonning o'ziga o'sha energetikasi bor. O'sha narsa bolasini oldi mana yurgaklab olib turib, mana bunaqa qilib bolasiga gapirgan, bolasini emizayotgan paytda alla aytgan butun gormon, baxt gormonlari deydi, onalik gormonlari o'sha bolaga berilgan. Ertaklar aytib bergan, o'tirib uyda o'ynagan, hammaligi kechki paytda bolalar, akalari, ukalari, hozir shunaqa narsa bo'lyaptimi? Yo'q, hozir hammada telefon bor, hamma o'zining xonasida zamonaviy kiyimini olib kelgan, o'yinchog'ini olib berib qo'ygan, bo'ldi, men ota-onalik vazifasini bajarib qo'yganman deyshadi. Tamom, zamonaviy nimalarda mana yankalarga berib qo'yapti. Hali o'zi katta savol, qanaqa beradi? Keyin men o'sha ota-onaga aytaman, xo'p, mana hozir sizni vaqtingiz bo'lmadi, bolangiz bilan shug'ullanmadingiz, pul topaman dedingiz-da, mana topgan
topgan pulingizni bizga o'xshaydigan doktorlarga berib yuribsiz, bitta katta juda ham katta xato bo'ladi. Hozir bolangizga berilgan o'sha rishta bo'lmadimi, ertaga bolangizni chiroyli kiyintirib qo'ygandirsiz, o'yinchoqlarni olib berib qo'ygandirsiz, bir haftada bir aylantirib kelarsiz, erta qarigan paytingizda siz ham muhtoj bo'lasiz, farzandingiz bilan gaplashishni xohlab qolasiz, sizga chiroyli xona qilib beradi, sanatoriyalarga jo'natadi, bolangiz xonangizni chiroyli qilib qo'yadi, kelib ishdan kelganda bitta yaxshi o'tiribsizmi deb ham ketishi mumkin, lekin o'tirib olib farzandingiz bilan chin dildan gaplashgingiz keladi o'sha paytda, yoshingiz qariganda, lekin bolangiz farzandi bo'lmaydi. Xuddi siz yoshligingizda bolangiz bilan gaplashishga vaqtingiz bo'lmagandek deymanda, mana shunaqangi rishtalar hozir yo'qolib ketganligi uchun ham balkim hissiy, endi buni aytsam menga hozir juda ham ko'p psixologlar, pedagoglar, logopedlar, ayrim nevropatologlar hujum qilishni boshlaydi bu gapdan keyinda, lekin bular ham bitta faktorlardan bittasi, ya'ni autizm uchun demoqchi emasman. Autizmga o'xshash qiliqlar qilayotgan bolalarga ular tashqaridan o'xshash. Chunki uni ham ijtimoiy ko'nikma rivojlanmagan, hissiyotga hissiyot bilan javob bermaydi, men qanaqa his qilayotganimni bilmaydi. Chunki o'zi zotan ko'nikma o'sha ko'nikmaga muhtoj bo'lgani uchun rivojlanadi-da. Ya'ni bir bolaga deylik o'sha ijtimoiy ko'nikma kerak bo'lgani uchun u gapiradi, "Hoy" deydi, taqillatadi, menga qarang deydi, kuladi. Lekin biz, men sizga qo'shilaman, biz mana shuncha necha yuzta o'quvchimiz bo'lsa, mana shu bolalarimizga qilayotgan xarajatlarimiz ko'paygan-u, lekin bolalarimizga ajratadigan mehr bilan vaqtimiz kamaygan. Karrasiga kamayib ketgan, lekin o'ylab qarasak, oldin 3 soat boradigan joyimiz 1 soatga boryapmiz, oldin bozor qilib kelardik, hozir telefonda qilsak o'zi zakaz berib olib kelyapmiz, lekin ortib qolgan vaqtni biz o'tirib boyadagi ijtimoiy oila maktabi, suhbatlar, bolalar bilan o'sha narsalar yo'qotib ketyapti. Qarang, yana mana shu autizmda men juda ham xohlagan bo'lardim ota-onalarni mana shu narsani bilishini, balkim yechimlarini keyin sizda agar savol bo'lsa unga aytamiz, shu pedagogik tibbiy yechimlarini. Ota-onalar, bugungi kundagi ota-onalar juda ham e'tibor berishlarini xohlardim. Siz bilan bizning kelajagimiz farzandlarimiz bo'lgandan keyin, siz bilan bizning kelajagimiz qo'limizdagi telefon emas, gadjet emas. Siz bilan bizning kelajagimiz qariganda bizga kuch beradigan, mehr beradigan farzandlarimiz bo'lgandan keyin bugun o'sha narsani berib qolaylik, vaqt o'tib ketadi-da. U bugun 1 yoshar bola bir ko'zingizda aylantirib qolganingizgacha uni davri maktabga borib qo'yadi. Ana keyin maktab boshlangandan keyin o'sha ertalab ketdi. Hozir chasnik maktablarida bilasiz, mana sizlarda ham shunaqa bo'lsa, 5 ta tugaydi, 6 gacha tugaydi. Bolani kechqurun charchab keldi, siz keldingiz, 2 marta ovqat gaplashmadi, o'zini xonasiga ketdi. Yo'q. Xonadonlar bo'lib qolamiz, keyin mehr talab qilamiz, undan ular sizdan mehr talab qiladi. Mana shuning uchun ota-onalardan men juda ham iltimos qilgan bo'lardim, siz mehringizni telefonga emas, farzandga berish kerak. Farzandingiz ham mehrini telefonga bermasin-da, sizga bersin. Chunki bolani hozir onalar, yosh onalar bolani ko'ntirish uchun qo'lga telefon beradi. Jim bo'lsin deydi, gaplashmaydi. Bolani emizadi, telefonda o'tiradi. Hattoki allani ham hozir mana hamma bu tayyor qilamiz. Tayyor allani, u alla nima uchun chiqqan edi o'zi? Alla o'zi ona mehrini bersin, onani ovozini his qilsin. Mana bizlar nimamizni meditsinada tomatis terapiya qilamizda. Tomatis terapiyaning asosi nimada joylashganki, ona bola embrion holatda, ana autistlarga shu pedagogik defekt, logopedagogik xulq muammosi bo'lgan bolalarga yaxshi yordam beradi deyshadi. Nima uchunki, mexanizmiki o'sha homilador vaqtida bola onani ovozini eshitadi-ku. To'g'rimi? Eshitadi. O'sha ovozni, o'sha apparat onani ovozini, so'zlari bor, aytkizdirib o'qitamizda, o'sha ovoz bilan bolaga tadbirat qilinadi muzikalar. His tuyg'ularni uyg'otadigan, his tuyg'ularni korreksiya qiladiganda. Tushunyapsizmi? Endi qarangki, shunday zamon rivojlanyaptiki, bizlar bolani his tuyg'ularini telefonlar bilan, texnika bilan yo'qotyapmizda, keyin pul sarflab doktorlarga kelib, o'sha his tuyg'ularni endi apparat bilan uyg'otishga majbur bo'lyapmizda, onani ovozini yozib olib. Undan ko'ra o'shani o'z vaqtida bolaga bersa, mana shunaqangi bugungi kundagi katta muammolardan bo'lmaydi. Juda ham ko'p muammo. Nima uchun? Qarang, multfilm ko'rganmiz, hozir bugun juda ham chiroyli gaplar, chiroyli aqlli o'rgatuvchilar juda ham ko'p. Bu emas, mana aytdik-ku, vaksina asoslandi, mana vaksina asos emasligini uni ham
aytdi. Turk sababchilardan bittasi bo'lishi mumkin. Keyin ana aspirin sabab qilishdi. Bechara vaksina ham nima bo'lsa vaksina sabab. Gen dedi endi hech qaysida genimizda bu hech qachon bo'lmagan-ku, u hech qachon bo'lmagan edi. U demak bu ham qaysidir gen moyillik bo'lishi mumkindir dedi. Moyil hamma narsaga doimo moyilmiz, siz ham men ham hamma tanamizda uchraydigan biron bir nuqson kasallikka moyil insonlarmizda. Demak, tashqi faktorlarimiz o'zimizga qo'ldan qilayotgan faktorlar ham bor. Qarang, oldin siz bilan biza ko'rgan kinolarimiz, musiqalarimiz, multfilmlarimiz hammasida qandaydir ma'no, tarbiyaviy ma'nolari bor edi. Ranglar yarki emas edi, ya'ni yorqin ranglar emas edi. Diqqat syujetga ko'proq e'tibor, Syujetga berilardi, keyin o'xshash emas edi. Har bir qahramon ovozi har xil, bitta narsani qaytarmaydigan syujetlar edi. Bugun hozir siz bilan bizani bolalarimiz ko'rayotgan narsalarga qarang. Bir xillik, agressiya, so'zlari har xil. So'zlari, lekin harakat bir xil, fon bir xil, yarqi rang. Ana endi u bolani normal holatda ongimizda biza miyamiz funksiyasi oliy miya faoliyati deydi. Miya po'stlog'ida joylashgan. O'sha narsa shakllanish kerak bolalarda har bir yoshida, har bir yoshga xos bo'lgan holatda psixologik holati shakllanib borishi kerak. Inson sifatida, shaxs sifatida shakllanish kerak. Issiqni, sovuqni, qarindoshni, akani, ukani, hayvonni, kitobni farqiga borib borish kerak. Mana shu narsa qilayotgan paytimizda miyada signallar, endi men yana aytayapman, shunday joydaroq tushuntirib berayin deyman. Miyamizning har bir qismida o'zini markazlari borda, bular o'sha do'li sekundlarda ichida bir-biri bilan aloqa qilib, birgalikda elektr signallarni o'tkazib, birga ishlaydi. Mana shu narsani biza bola o'sha bir xil mana aytayotgan mana siniy traktormi yoki yana qanaqa multfilmlar Baby Sharklar bor. Da, o'shalarni qo'ygan Baby Shark ko'rasiz, Baby Shark bir xil harakat, baliqlar bir xil qimillab turaveradi. Demak, miyaga kelayotgan signal bir xil signal kelaveradi. Bir xil signal kelaveradi. Quloqga, ko'zga bir vaqt o'zida bir xil signal kelaveradi. Endi siz bilan o'sha bolalarimizni bugungi kunda o'sha miyadan ketayotgan mana bu chiqayotgan signallarimizni biosignallarimiz bir xil to'lqinda ketish kerak. Buni ana okeanga, dengizga tenglashtirsa bo'ladi-da. To'lqin bir xil sokin ketyapti, kema bir xil ketadi. Endi tasavvur qiling, o'sha joyda sabab bo'ldi to'lqinlar bo'lganda ana kemani ag'darib tashlaydi. Qanaqa baland, kichkina, baland to'lqin bo'ladi. Xuddi miyamizda o'sha to'lqinlarimizni o'zgarib ketishiga sabab bo'ladi-da. Ana keyin siz bilan bizlar bugun ota-onalar aytayotgan MRTda ko'rinmaydigan funksionalni buzilishlar kelib chiqadi. Ya'ni insoniylik hissiyoti yo'qolib qoladi. Odamiylik aytadi-ku, 5 yoshgacha bolani agar o'rmonda yashasa, u olib kelsangiz gapirishi mumkin, ishlashi mumkin, o'qimishli bo'lishi mumkin, lekin inson bo'la olmay qoladi-da, chunki u insonlar davrasida bo'lmadi 5 yoshgacha, insoniylik hissiyotini his qila olmadi. U prosta yaxshi odam, lekin bo'lmaydi. O'zi uchun, lekin jamiyat odami emas u, jamiyatning bir qismi emas. O'sha uchun endi bu autizmga hech qanaqa nima joyi yo'q. Men aytmoqchimanki, povedeniyadan, xulqda tashqaridan qaragan odam, tashqaridan qaraganda o'shanga o'xshagan bo'ladi. Bizlar o'sha yashaydigan odamning holatini bolalarga bugungi kunda o'zimizga berib qo'yganmiz. Haddan tashqari chegaralab qo'yganmiz. Bolani bolalik davri bo'lishi kerak. To'g'rimi? O'ynash kerak, u bir-biri bilan o'ynash kerak. Urib ko'rish kerak, sindirib ko'rish kerak, yirtib ko'rish kerak, baqirish kerak. Nervni stress degan narsa bor. O'y sal baqirish boshlandimi? Kecha mana shu juda ko'p savol bo'ldi Samarqandda, Navoiyda. O'sha nutqida, xulqida muammosi bo'lgan bolalarda. Nervlarda bolalarda normal holatda bolalar asab krizisi degan narsa bor. Stress, neyronlar mana ko'payib o'sayotgan paytda stressni chiqarish kerak bo'ladi. Bola baqirish kerak. Qo'yib bering bolani. Chiqarib olish kerak. Endi bizlar o'sha mana shu neyronlar mana oddiy misolda endi o'sayotgan paytda stress chiqayapti. Bizlarning ko'p hurmatli hamkasblarim psixotropni tinchlantiruvchi berib tashladi. Chunki u zo'r doktor bo'ladi ota-ona uchun. Bolangizni tinchgina qilib qo'ydi-da. Endi qarang, mana o'sayotgan narsa edi. Qo'yib bering, ana YouTube'ga ham yozsin.
nervniy stress, детский нервный stress yoki nervniy детский krizis deb yozib Bu ko'rsin. sinaptogenez jarayoni, ya'ni yangi sinapslar hosil bo'lyapti va eskilarini tashlab yuborish kerak. Chunki Allaqalay. tug'ilganlarning hammasi saqlanib qolmaydi-yu. O'sha tashlab yuborish jarayoni stress bilan kechganimi bu? Da. O'shani mana ko'payib bir shakllanayotgan paytda biz to'xtatamizmi uni tormozlovchi bilan? Tinchlandi bola, lekin men to'xtadim. Undan ko'ra oziqa ber, mehr ber, shug'ullan, aylantir, dunyoning go'zalligini ko'rsatgin, muloqot qilgin bolang yetib olsin mana shu joyga. O'sha joyga-da. Mana shu jarayonlar hozirgi kunda to'xtadi. Telefonlar, mana aytgandek bir xil harakatlar, ana keyin bolamizga bir xil harakat, chunki u multfilmdagi narsani qaytaryapti. Eng yana ota-onalarning qilayotgan bitta narsasi, "Voy, bolam telefondan o'rgan." Hech qachon o'rganmaydi. Telefondan yoki kompyuterdan o'rganishi mumkin, u maktab yoshiga yetgandan keyin. Chunki o'sha uchun bilsangizlar, maktab yoshigacha bizlar zaddeshka deb aytamiz. ZPR, ZPMR degan narsalar bor-ku, ZRR-da endi. Пока задержишься, пока kech qolyapti. O'sha maktab yoshiga o'tdimi, yo отставание bo'ladi, endi orqada qolish bo'ladi. Это уже задержка emas. O'sha uchun mana psixologlar, pedagoglar hammasi, mediklar nima uchun 6 yoshdan yoki 7 yoshdan deb belgilab bergan maktab o'qish uchun? Chunki miyamiz o'sha paytda yetilishi kerak bo'ladi. Bergan narsani qabul qila olish bo'ladi. O'tirish kerakligini, kimnidir gapini eshitish kerakligini boshlanadi o'sha paytdan. O'sha bo'ldi. O'sha endi bu yog'iga faqat shakllanish kerak bo'ladi. Neyronlarimiz. Bizning pedagogikada qanaqa, Zohidjon aka, yosh bola, ayniqsa 7-8 yoshgacha uni dunyoni tanish jarayonini sensomotor deymiz. Ya'ni ham shu sensorika, motorika bor. Ikkalasi sensomotor. Baqiryaptimi, nimadir o'rganyapti, tanasini o'rganyapti, qanchalik baland baqirishni o'rganyapti. Bir ota-ona 6 yoshli bolasiga qarab kopda o'ynayapti, misol uchun kopda o'ynayapti. Bolam dars qilsa bo'lardi deb o'ylaydi shuni o'rniga. Lekin u kopda o'tayotgan paytda gravitatsiyani o'rganyapti, bu haligi zichligi har xil yumshoq qattiqligini o'rganyapti. O'zi barmoqlar og'irligi, ko'pligi, himoyalanish boshlanadi, otganda ushlab olish hisoblanadi. Hamma narsa shakllanadi. Faqat kitob o'qib, o'sha uchun qarang, intellekt, fikrlash, insoniylik degan narsada mana men ota-onaga aytaman, gapingizni bo'ldim. Aql bilan solishtirib qo'yadi-da, aqlli bolam deydi-da, she'rda yotadi. O'qiyapti, yotilyapti. Avtomatizm degan narsa bor. Tushunasizmi? Aytda sini, white yoki black degan so'zni ko'rsatsa, oqni ko'rsatsa aytayapti, o'shani inglizchasini aytib beradi, ruschasini. U niyaz so'zini aytayapti. Kasetaga yozganda yozib qo'ygan. Kasetaga yozilgan, u qaytaradi. Uni anglamasdan aytayapti-da, o'sha uchun o'rganmaydi degan narsam shu. Uni sintez analiz qilmasdan qilib o'rganadi. Aytadi, ko'rsatsangiz shu qora, shu qizil, bu ko'k deb aytib beradi. Uni anglamaydi. O'sha uchun mana bu narsani, uni agar siz rangli kitoblardan, ertak rasmli kitoblardan, har xil mozaikalardan, kontekstlarda uni ko'rsatib, o'zgartirib o'rgatsangiz, jonli o'rgatsangiz, ya'ni inson faktori bitta rol o'ynasa, u miyada mana ko'rish, ushlab ko'rish, his qilish ketdi hammasi birgalikda ketadi. Ya'ni to'liq bitta inson shakllanishga yordam bergan bo'lamiz. Bu telefonda o'tirib, kuni bilan o'tiraverib, bolam jim o'tiribdi-ku deb, u ishimni qilib olayapman deydi-da. Ana keyin 3 yosh, 4 yoshdan keyin nevropatolog, psixolog, logoped, defektolog ana aylanib yuraveradi-da, mana muammo bilasizmi? Shu uchun keyin boshlanadi. Bu yoqqa tortadi, bunisi bu yoqqa tortadi, bunisi bu yoqqa tortadi. Keyin yana ota-onalar birdan o'zgarish kutadi. Chunki bu holat bu. Bu funksional holatda, bu organika bo'lganda edi, ko'rib tursak, bir narsa qilsak to'g'rilanadi. Tipi mana oyog'ida, miyada aniq joy turibdi, o'shani yo'qotdi. Sababini bilmaganingizdan keyin hammasi simptomatik ketadi, belgilarini yo'qotishga harakat qilamiz. Belgilarini yo'qotishda qaysi belgilari noto'g'ri, ya'ni siz bilan bizda muammo bo'lmaydigan, ularda muammo bo'layotgan narsalarni aytdingiz, balkim bizadadir muammo bilan kira olmayotgandir. O'sha narsasini to'g'rilashimiz uchun har xil mutaxassis yurishimizga to'g'ri kelib qoladi-da. Boshida mana bunaqa narsani buzib qo'yganimiz uchun bo'ladi. Xo'p, mana bu yengil anaqasi haqida gaplashdingiz, darajasi haqida, autizmmi, o'rta darajasi haqida gaplashdik. Men ishlaganman, autizm kasalligi diagnozi bor, o'zi borligini biladigan o'qituvchilar bilan ishlaganman. Bizda bo'lgan shunaqa o'qituvchilar aqliy natijalari, akademik natijalari, ular qilgan ilmiy ishlar, ularning ilmiy xotiralari meni hayron qoldirgan. Shu uchun aytdim-ku, qarang. Ayniqsa
nimaga qobiliyatlari bor, nima ularda muammo bo'lmaydi, qanaqa mutaxassis bo'ladi deganda ular judayam zo'r matematika, konstruksiya, dizayn, IT sohalari. Hammasi odamlar bilan kirishmaydigan sohalar. Odamlar bilan kirishmaydigan, Sotuv emas, marketing. o'zi o'tiradigan sohadagilar sohani judayam zo'r yetuk mutaxassis bo'lishi mumkin. O'tirdi, qildi, programmalar yaratib tashlash mumkin. Chunki siz bilan oddiy normal holatda, chunki qaysidir qobiliyatlar juda ham kuchli bo'ladi-da, o'sha uchun test o'tkazganda nima qilinadiki, qaysi nimaga, sohaga unda qobiliyat ko'proq, o'sha qobiliyatni kuchaytiramiz deydi. U qobiliyatni kuchaytirib ham keyin biz uni boshqa narsadan chegaralab qo'yamiz. Shu uchun bir xillik narsadan qochinglar, ota-onasiga aytganimiz sababi ham shu. Demak, balki biz bilan davolashimiz kerak emasdir. Chunki agar bu darajada bo'ladigan bo'lsa, davolash kerak emas. Mana yuqorida aytdim-ku, o'sha uchun davolash, qaysi paytda davolash kerak, qaysi paytda pedagoglar ishlash kerak. U o'zini nimalari bor, kriteriялari bor-da. O'sha holat bo'lsa, nevropatologda bo'laman. 3-4 darajasida обязательно nevropatolog, psixolog, psixiatr ishlash kerak. Keyin defektologlar, logopedlar ishlaydi bu yerda. Birinchi, ikkinchi darajada u yerda odatda meditsinani aralashishini keragi yo'q. Hozir men bu taxmin, Zahodjon aka. Men taxminan hozir mana bunaqa o'zimcha litmus testi qildim. Qanaqa desaki, agar autist deb taxmin qilayotgan bolamiz, biz o'quvchimizmi, boshqami, uni shu holati bilan, hozirgi holati bilan muammosi, o'zida muammosi yo'q, o'zi bilan o'zini muammosi yo'q, aqliy holati yaxshi, vazifalarni zo'r qilyapti, zo'r chizyapti, zo'r eslab qolyapti, xotirasi zo'r. Ya'ni u o'zi qiynalmayapti. Lekin u bilan qiynalishyapti. Kimdir xafa qilib qo'yayotgan bo'lishi mumkin, qayerdadir eshitmayotgan bo'lishi mumkin, qayerdadir deylik odamni emotsional, ya'ni hisobga olmayotgandir holatini, hissiy holatini, deylik xafa, deylik mushuk bo'lib qolgan odamga hazil qilayotgandir. Oldin aytardik, o'zini o'ylaydigan egoist derdik. Shunaqa. Ya mushuk bo'lib qolgan odamga hazil qilayotgandir-da, misol uchun. Anaqa. Keyin endi xalatingni ko'proq ortib qoladi deb hazil qilayotgan misol uchun-da. Va balki shu odam borish kerak emasdir. Ya'ni birinchi daraja shudir balki. Ya'ni uni o'zi bilan muammosi yo'q, lekin qolganlar u bilan qiynalyapti. Atrof bilan muammo bo'lyapti. Atrofdagilar bilan muammo. O'sha uchun ularga tibbiy nima deydi, muolajalar kerak emas-da. Ularni faqat moslashtirish kerak. Ho'y, men bitta bola qanday bo'lsa, o'shaligicha qabul qil deydi. Birinchisi bu. O'shanday bolani qabul qil, vahima qilish kerak. Hech qachon o'sha bolaga majburlama deydi. Biz aytamiz, majburlamang deydi. O'sha narsani chegaralab qo'ymang. Bolani tushunishga harakat qiling va har qanday bolani qilayotgan ishini rag'batlantiring. Uni zo'r qilding deb, yaxshi bajarding deb chapak chalib, uni rag'batlantirsangiz, sekin-sekin uzoq ko'p nimani chegaralang deydi. Kam-kamdan, sekin-sekin va eng asosiysi sabr qiling deydi. Endi mana shu bolalar, ya'ni ularni o'zida muammosi yo'q, aqliy ZPR yo'q, zarar yo'q, hammasi yaxshi ketyapti, o'sha yoshida o'qiyapti, o'sha yoshida yozyapti, chizyapti, faqatgina u boshqalar bilan muammosi bor. Diagnozga tushgan, yengil, birinchi, ikkinchi daraja. Xo'p, sizni mana tajribangiz shuncha yildan beri shug'ullanasiz. Bular keyin yuqori sinflarga chiqqanda ijtimoiy ko'nikmalarni orttira oladimi? Ya'ni haligi odamni eshitib, qalbini ortmasdan bir uni ham hisobga olib, ya'ni ijtimoiy ko'nikmalarni orttirsa bo'ladimi? Agar ota-ona o'z vaqtida qancha erta boshlasa, o'sha ijtimoiy ko'nikmalarni orttirishdi, qancha erta boshlasa, albatta u siz bilan bizda yashaydi, siz bilan bizda o'qiydi, institutlarda o'qiydi. Yonimizda turadi, bila olmaymiz. Yo'q, bila olmaysiz. U juda ham talantli bor ekan, shu narsada deysiz, bo'ldi. Talantli ekan deydi. Siz bilan biza bir 2 soat, 3 soat o'ylab qiladigan narsani bir 15-20 minutda yechimini keltirib qo'yib qo'yadi, bo'ldi. Siz bilan biza ko'ra olmaydigan suratni chizib beradi, programmani yaratib beradi, yechimini topib beradi, bo'ldi. Faqat o'sha bila olmaysiz uni. Faqat do'stlari kamroq bo'ladi, tushunyapsizmi? Hazil-huzulda uncha tushuna olmaydi. Aytadi-ku, uncha ijtimoiy kontekstga kira olmaydi. Nima emas deydi. O'rtoqlari yo'q, jo'ralari yo'q. Bilmayman, hech bir hech kim bilan o'rtoqlasha olmaydi. Lekin uni aqlsiz deya olmaysiz. Maktabda 5 ga o'qiydi. O'ziniki hamma narsa 5. Darsda hamma savolga javob beradi, muloqot qiladi, aytgan narsasiga javob beradi. Faqat do'stlari yo'q. Birovnikiga bormaydi, mehmonga borishni ham yoqtirmaydi. O'zining xonasida o'tirishni xohlaydi. Shu bitta narsa bilan shug'ullanib o'tirishni xohlaydi-da. Buni aqlsiz deya olmaysiz. Bular yengil daraja. Endi bitta savol tug'iladi shu yerda, qarang. Bizda
2020 yil maktab sohasini boshlagan bo'lsak, 6 yil bo'libdi. Yildan yilga bizni o'sha shu demak shu ko'rinishdagi ota-onalar ko'p kelyapti, ya'ni autist farzandi bor ota-onalar kelyapti yoki ularni deylik xususiy maktab, davlat maktablari olmayapti deydi, xususiy maktabga olib kelishyaptimi deb men o'yladim. Nega ko'payyapti yildan yilga? Bu aytgan to'g'ri o'ylayapsiz siz. Yildan yilga keyin statistikani qaradim. Jahon statistikasini. Autizm diagnostikalari soni yildan yilga ko'payyapti. Ya'ni bu siz aytgan boyagi multifaktorlar qo'shilib ta'sir ko'rsatyaptimi yoki bu shunchaki biz boyayotganimiz uchun overdiagnostika, ya'ni prediagnostika qo'ramiz biz? Ya'ni oldin, misol uchun 100 yil oldin, 50 yil oldin, 10 yil oldin, endi shunaqa bola ekanda, u tabiatan bir chekkada o'tiradigan bola ekanda o'zi deb qo'yardik uni. Lekin endi eshitganmiz, sinfdoshimizda, xolamizda, kimdadir mana shunaqa narsa, u meni bolam shunaqa emasmi ekan deb turib, hali o'zi diagnoz olish kerak bo'lmagan bolani ham olib kelib turib, shu bolamni ham ko'rib beramiz va siz aytgan boyagi shifokorlar diagnoz bo'lsa endi baribir qimmatroq bo'ladi yoki boshqa, uni bemorga aylanadi. Ya'ni nimadan, ya'ni men grafikni ko'rdim, bundoq ketyapti-da. Bugungi kunda men shu bo'yicha autizm bo'yicha juda ham ko'p nima qilganman men ham. Bu izlanish. Ota-onaga tushuna olsin, ota-ona farqiga borsin deb turdi. O'rganganimizda 70 mingta odamdan bittasiga uchragan bo'lsa, keyin 30 mingtadan, keyin 10 mingtadan yana shunday ma'lumotlar kelyaptiki, agar bugun ko'zimizni bugun siz bilan biz shu jamiyatimizdagilar ochmaydigan bo'lsa, mana bitta avloddan keyin statistika shunaqa ko'rsatyapti. Bitta avloddan keyin har bitta boladan keyin, ya'ni ikkinchi farzand autizm, mana ko'rdingizmi? Xuddi o'g'il qizga o'xshab. Ikkinchi bola, har ikkinchi bolada autizm bo'ladi degan nima bor? Taxmin, prognoz, bashorat. Bilasizmi? Bu juda ham achinarli holat. Endi to'g'ri qarang. Men ham o'qib, qarab ko'rganda beryapti shu ma'lumotni. Hozir autizm oldin bo'lmagan, tekshirishlar, diagnostika yaxshi rivojlanmagan bo'lgan. Qarang, hammasi to'g'ri-da. Hammasi to'g'ri. Qaysidir ma'noda to'g'ri bugungi aytilayotgan narsalar. Diagnostika yaxshi bo'lmagan oldin, tekshira olmaganmiz. Keyin aholi soni, zichligi kamroq bo'lgan. Tushunyapsizmi? Qaysidir nimada shu bola kamroq nima qilgan, baland etajli nimalar ko'p bo'lmagan, aholi zich yashamagan. Keyin bu internetlarda bir-biri bilan aloqamiz, mana informatsiya almashinishimiz unaqa bo'lmagan. Qo'shni qishloqdami yoki aytda bittasi shunaqa bor edi. Odamovi, biz o'zbeklar aytadi, odamovi edi. Gapirsang gapirardi, gapirmasang o'zini bilib ishini qilib yuraverardi deydi. Uni autizm, mana shu yengil turini aytayapman-da. O'zi bilan o'zi bo'lib yuradi, odamovi degan gaplar bo'lgan. Muloqot kam bo'lgan. Endi hozir yashash zamonimiz rivojlanib ketyapti. Qancha rivojlangan sarin insonlarga bo'ladigan zamonimizni talablari ham ko'payib ketyapti. Tushunyapsizmi? Talab ko'payib ketyapti. Harakatimiz ko'payyapti, majburmiz. Harakat ko'proq qilishimiz kerak, o'zimizni ko'rsatishimiz kerak, topish kerak, boshqa narsa qilish kerak. Ya'ni standart 50 yil oldingi standart odam bilan hozirgi standart odamga bo'lgan talab standart aniq narsa, standartlashgan. O'ynab yuravergan. Hozir hech kim o'ynamaydi. Bolalar hozir aqlli, bu mana bunaqa bo'lib qoldi deydi. Ota-ona keyin e'tibor beradi, qidiryapti, undan ko'pirib ketyapti, ko'p narsani olib vahimaga tushib qoldi. Hozir mana shunaqa umuman olganda vahimalar rivojlangan zamondamizda hozir. Korrelyatsiya kauzasiya emas-da. O'sha san notorika bunaqa gap ko'p bo'lganda bizada. U ijtimoiy uni umuman hayotdagi o'rni ham yo'q. Biza masalan har bir aytayotgan gapni masalan shunday men aytdimki boshida, keling shu aytayotgan suhbatimizdan oddiy tushuna olsin. Sizga o'tirib klassifikatsiyani keltirib, kuni bittasi ko'rdim, klassifikatsiyalar bilan, klassifikatsiyani kim tushunadi uni? Talabalaringizga o'rgatishingiz kerak. Talabalarga o'rgatsam bo'ladi. Yoki auditoriya faqat doktorlar uchun bo'ladigan bo'lsa, mana ilmiy darajasi bor, yo o'sha o'rgatyapti, yaxshi undan olyapmiz. Faqat o'sha tibbiy xodimlar o'rgansa bo'ladi-da. Hozir bizning maqsadimiz ota-ona qachon o'qituvchiga borsin, o'qituvchidan nimani talab qilsin, shifokordan nimani kutsin, talab qilish hozir nima emas-u. Shunday bolasida bo'lgan muammosi bo'lgan bola, aytaylik autizm yoki autizmga o'xshash holat deylikda, shifokordan nimani so'rasin, nimani kutsin, nima qilish
imkoniyati bor, qachon shifokorga murojaat qilsin, qachon o'qituvchiga, endi umuman aytganda o'qituvchiga murojaat qilsin. O'qituvchini ham qanaqasiga murojaat qilsin? Qanday holatlar bo'lishi kerak? O'qituvchi tomonidan qanaqangi bunaqa bolalarga munosabat bo'lishi kerak? Ota-onadan qanaqa munosabat bo'lishi kerak? Ota-ona o'qituvchidan nimani kutish kerak? O'qituvchi ota-onadan nimani kutish kerak? Imminni shunday bolasi bor bolalardan. Ikkala tomon ham boladan nimani kutish kerak? Keling, mana shuni yo'l xaritani gaplashaylik unda. Mana shu suhbat demak asosiy mag'ziga yetib kelyapmiz. Xo'p, mana bizda demak autist bolalar uchun, ya'ni shu holatga chalingan yoki shu holatdan aziyat chekayotgan bolalar uchun guruh ochyapmiz. Va tabiiyki o'tga yengil darajadagi bolalarni olyapmiz. Birinchi, ikkinchi daraja ular, ya'ni aqliy misol ishlash, biror harf o'rganish, she'r yodlashda ularning muammosi yo'q. Ularning muammosi boyaga gaplashganimiz ijtimoiy muammo. Ya'ni chiqishib ketishda, boshqa odamlar bilan gaplashishda, boshqa bolalar bilan o'ynashda shunda muammoga uchrashadi. Tinch guruh bo'lsa kerak. Meni taxminim bo'yicha hali ochmadiku. Xo'p, tinch guruh bo'lmaydi. Tinch guruh bo'lmaydi. Nega? Yo, siz yengil turdi ham tinch bo'lmaydi. Nega? O'shanga siz moslash o'zingizni psixologik tayyorlang. Tinch bo'lmaydi. Birinchidan normal bola tinch bo'lmaydi o'zi. Bo'lmaslik kerak. Bog'cha yoshida shunaqa. Bu normal holat bu. Tinch bo'lmaydi. U o'tiradigan bola, u agar jim o'tiradigan bo'lsa, undan bizlar autizm ko'rishimiz kerak emas undan. Demak, даже o'ylashimiz ham kerak emas uni. U boshqa narsa muammolar bo'lgan bo'ladi unda. Xo'p, nimaga tayyor bo'lishimiz kerak va pedagogimiz nimaga tayyor bo'lsa? Mana ochdik, 10 ta bolani bitta joyga yig'dik. Biz ularga ilk qadam bo'yicha ranglarni, fasllarni, nima uchun kerakligida umuman ijtimoiylar. Siz nimaga tayyor bo'lishingiz kerak? Siz shuncha katta nima deydi, mehnat qilib, juda katta kuch sarflab, xuddi shunday kuchingizga yarasha birdan katta rezultatni kutishingiz kerak emas. Bu guruhimga solishtirmayman. Hech qachon, umuman olganda nafaqat u bolalarda, umuman oiladagi bolalarni ham bir-biri bilan solishtirib bo'lmaydi. Aka-ukani, даже amaki tog'alarni umuman bir-biri bilan ham, ular bilan ham solishtirib. Mana bugungi kundagi katta muammolardan bittasi shu. Unaqa qilardi, bugun bunaqa qilmaydi. Buni normal holatda ham bolalar kechroq gapirish mumkin. Normal holatda ham ismiga qaramasligi mumkin 2 yosh bolalar. Men aytsam kulasiz, Instagramda men o'sha paytda qo'yardim endi uydagi holatni. Qizim 2 yosh 3 oylik paytida uyda yurganda gapiryapman, ismini chaqirayman, umuman qaragani yo'q. Kommentariyamga bitta nima yozgan. Doktor, shu qizingiz ismiga qaramayapti, autizmni belgilari yo'qmikin deb yozgan. Hozir og'zi to'xtamay gapiradi, 3 yoshdan o'tyapti-da. Deyapsizmi, bu normal holatdan bo'lishi mumkin. O'sha uchun ham agar ota-onada mana yuqorida aytgan ozgina bir shubhalar bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa vahima qilmasdan, tibbiy bilimi bo'lmaydigan bo'lsa, uni internetdan qarab turin, hali vahimaga keltirib qo'yadigan yoki umuman e'tiborsiz bo'l degan nimalarga, targ'ibotlarga qaramasdan o'sha mutaxassisga murojaat qilish kerak. Agar yengilroq bo'ladigan bo'lsa, atrofdagi shu pedagog, logoped, defektologlarga, ular o'zi ko'radi, haqiqiy logoped, defektolog, pedagoglar bu yerda ularni ishi bormi yoki ozgina tibbiyot xodimlarining yordami kerakmi? Tibbiyot yordami bizda yana milliy tomonimizda bir ozgina nima tomonlarimiz borda, yaxshi emas tomonlarimiz tan olmaymiz-ku. Bolam erkatoy deb, demak o'sha pedagogga bordingiz yoki boshlang'ich bog'cha ta'limiga bordingiz, bolangizda sizga pedagog nimadir deb aytdimi? Ko'nglingiz ham tinchiydi, aniqlik ham kiritib olasiz. Aytdimi, boring shu bolalar nevropatologigami yoki psixologigami bor, bitta ko'rsatib yuboring, hammasi yaxshi bo'lsa, demak ular sizga aytadi-ya, bu e'tibor beradigan holat emas. Pedagog shug'ullanaversin, bu o'tib ketadigan holat deb aytadi. Agar shu uchun men ko'p kishi so'raydi, Instagramda onlayn konsultatsiya qilasizmi deydi-da. Onlayn konsultatsiya qilmayman. Umuman o'zini hurmat qilgan shifokor onlayn konsultatsiya qilmaydi. U ortoped xirurg bo'lsam ekan, operatsiya qiladigan. Men bolani ko'rishim kerak. Даже bolalar xonaga kirganda ham birdan bolaga gapirmayman. Bolam qo'yib yuboring deymiz-da. Ukasi bo'lsa, ukasi bilan gaplashib, ukasi bilan yoki singlisi bilan gaplashib, ota-onasi bilan bir nima qilib, bola moslashgandan keyin bolaga bir o'yinchoqlar bilanmi yoki boshqa narsa bilan kontaktga kirib, bola o'zi xavfni sezmaydi, xavfsiz deb o'ylaydi. Ana undan keyin, lekin kirib kelgan paytda bolani autist deb o'ylashingiz mumkin.
nutqi yaxshi rivojlanmagan bir xil bolalar bor, umuman gapira olsa ham gapirmay yashab turaveradida. O'sha narsani aniqlab bu yoqda чисто professionalni nima deydi, professionalizm turadida. Shuning uchun agar shubha bo'layotgan bo'lsa, birinchi o'rinda ko'nglingiz tinchlanishi uchun, ikkinchi o'rinda agar muammo boshlanayotgan bo'lsa, o'z vaqtida aniqlash uchun ham mutaxassisga murojaat qilish kerak ota-ona. Anaqani kovlash kerak emasda, internetdan maslahat olish kerak emas deb o'ylayman. Chunki internetdan maslahat olishda asoratida bugungi kunda hali biznesdagi juda ko'p dorilar, sehrli apparatlar, sehrli pedagoglar chiqib ketganda, o'shalarda nimasiga tushib qoladigan bo'lsa, keyin qosh qo'yaman deb o'zbekcha aytganda ko'zni chiqarib o'tirishadi. Autizm holat bo'lsa va bu ijtimoiy ko'nikmalarni yaxshi rivojlanmaganligi bilan namoyon bo'lsa, hop, uni davosi, etiologiyasi ma'lum bo'lmasa, ya'ni asosiy faktor nima bo'lmasa, davo yozayotgan odam nimani yozadi unga? Ya'ni davo sifatida qanaqa terapiya yozadiki, birinchi, ikkinchi bosqichlarda umuman men tushunmayman qanaqa davo bo'lishi mumkinligini, chunki o'zingiz ham aytdingiz, korreksiya bo'lsin. Pedagog shug'ullansin, mashq qilib bersin, ya'ni hop 3-4 ham qanaqa nima davo bo'ladi? 2-3 qarang. Bola 2-3 ta nima bo'ladi? Birinchisida o'zi bilan o'zi ozgina muloqotga kirishadi, lekin atrofdagilarga xavf tug'dirmaydi. Agressiyasi yo'q bo'ladi birinchilarda. O'sha ikkinchi, uchinchilarda mana shu narsalar qo'shiladi. Agressiya. O'sha uchun mana sizda maktabga yoki bog'chaga kimlarni olish kerak, qanday shu autizm deb mayli qo'yibdi yoki rasman kommunikatsionnaya dezintegratsiya, ekspressiv va impressiv nuqta buzilishi yoki tempoviy nuqta buzilishi s elementimi ras deb yozib beradi. Ras elementlari bilan. Demak, ras elementlari bilan deganda voy autizm ekan deb qoladi. Yo'q, bu aytganimizdek elementlari bilan deganda ko'rinishi ayrim belgilari bor. Основной muammo kommunikatsionnaya dezintegratsiya. Ya'ni muloqotda buzilish ketyapti va tashqi ichki nutqimizda muammo ketyapti. Bu degani, agar o'zini alohida qo'yib qo'ysak, unda o'sha bo'lmaydigan bo'lsa, unda siz maktabda olib normal bolalarning orasiga qo'shish, mana savol bo'ladi. Normal bolalarning orasiga qo'shish, men beradigan tavsiyam birinchi o'rinda sotsializatsiya deb yozaman-da. Demak, bu boshqa bolalarni orasiga qo'shib olish. Sotsializatsiya deb aytaman. Qaysi bolani sotsializatsiya qilish kerak degan narsa ham kelib chiqadi-da. Masalan, o'zi bolada aytdik-ku, bu autizmmi, autizm emasmi aniqlay olmaymiz, chunki aniq bir tekshirish usuli yo'q bugungi kunda. Hammasi bir nimalardan bittasi, bir usullardan bittasi, lekin aniq mana shu tekshirish aniq sanda autizm borligini isbotlab beradi degan narsa yo'q-da. Demak, hammasini kombinatsiya qilib, kombinatsiya qilinadi, keyin xulosa qilinadi. O'shanda sotsializatsiya qilinadigan bolalar bor, sotsializatsiya qilinmaydigan, ya'ni o'ziga o'xshaydigan bolalarni muhitiga qo'shish kerak bor. Shunaqa bolalar borki, o'zidan ko'ra aqlliroq, o'zidan ko'ra xulqi yaxshiroq va bo'li ijtimoiylashgan bolalarni orasiga qo'shsa, u foydaliroq bo'ladi. Chunki nima deydi, yengilroq bo'lgan bolani agar o'shanaqa muhitga qo'shib qo'ysa, u yerda og'irroq bolalar har xil harakatlarni stimlar deymiz bizda tibbiyotda, stimlar bo'lsa, bir qilqlar qilsa yoki birovni itarsa, tishlab olsa, o'shani kuni bilan o'sha bola bilan shunaqa muhitda bo'lgandan keyin u bola uni mana aytdim, telefonda ko'rgan narsasini qaytaradi deganda, u bola o'sha narsa ko'rgan narsasini qaytarish. Demak, xavf tug'dirmaydigan bolalarni biz hattoki sog'lom bolalarning guruhiga qo'shib yubora olamiz. Albatta sog'lom bolani qo'shish kerak. Faqatgina o'qituvchidan, pedagogdan shunda bir narsa talab qilinadiki, boshqa bolalarga qaraganda, umuman birinchi sinfga yoki bunda bolaga keldi, u uyda bemalol erkin yurgan edi u. Sog'lom bola ham, ozgina yengil darajadagi buzilishi bo'lgan bolalar ham. Endi siz kelib uni o'tkazib qo'ydingiz, onasi emassiz, otasi emassiz, u bola uchun qaysidir ma'noda u stress bo'ladi. Yo'q, stress bo'ladi-da. Chegaralab qo'ydingiz, o'tirish kerak deyapti, turib keta olmaydi, endi yugurib aytganini qila olmaydi. Bolalarda stress bo'ladi. Demak, o'sha holatda u bolaga mana bitta gruppangizda 10 ta yoki 20 ta deylik, shunaqa bolani muammosi bor bolani olganingizda, bu qolgan 18 ta bolangizga qaraganda o'sha 2 ta muammosi bo'lgan bolaga o'qituvchi sal ko'proq e'tibor berish kerak bo'ladi-da. Oldi partada o'tiradi, alohida gapiradi. Unga ko'proq e'tibor, keyin 45 minutlik emas, vaqti kamroq bo'lishi kerak. Mana bizlarda bugun ham moda bo'lib ketyapti. Birdan kuni bilan bola bilan shug'ullantirishga bu katta xato narsa-da bu. Xato narsa bu. Unaqa bolalarni ayniqsa kuni bilan shug'ullanib bo'lmaydi. U bosqichma-bosqich olib boriladi. Vaqtini uzaytirib borish kerak. Mana bu narsa
4 soat shug'ullanar ekan. Keyin ota-onalarda ham bugun bizada shunaqangi nima bor. O'y, bolam bilan 4 soat shug'ullansa yaxshi deydi tagin, ertalab tashlab kechqurun olib ketamiz deydi. Bu xato narsa bo'ladi-da. Birdan uni bosqichma-bosqich uni tayyorlab borib keyin qo'shish kerak bo'ladi. Ana o'sha bo'lsa nima deydi, natija bo'ladi. Agar u bolada birinchi o'rinda tashqi agressiya bo'ladigan bo'lsa, agressiya ham yo'q deng, bolalarni urmaydi ham, tishlamaydi ham deylik. Lekin baqiradi, sababsiz har xil qiliqlar qiladi-da, atrofdagi bolalarni butun diqqatini, o'qituvchining ham diqqatini bu yoqqa chalg'itib qo'yish bo'ladi. O'sha uchun qaysi bolalarni sog'lom bolalar orasiga qo'shish kerak, qaysi bolalarni sog'lom bolaga qo'shish kerak emas, o'sha shunisiga qarab ajratib. Endi mana shu ikkinchi kategoriyadagi agressiyasi bor yoki diqqatni buzuvchi, o'ziga e'tibor qaratadigan bolalarni bitta guruh qilish mumkinmi? Qilsa bo'ladi-da. Bularni bog'chada o'qitib, bularga nima, ya'ni bularga ko'proq tinchlantiruvchi tranquilizator berilib, ya'ni tranquilizatorni bermagan, yo'q, mana 3-darajasida baribir psixiatrning yordami kerak bo'ladi. Chunki psixiatrlarsiz chiqib bo'lmaydi. Ularda o'zi nima qilayotganini bilmaydi, qanaqa harakat qilayotganini bilmaydi. Hattoki umuman ayrim qilayotgan ishlari korreksiya qilish kerak, medikamentoz o'sha psixiatr tomonidan qilinadi yoki nevropatolog. Demak, bu ham etiologik davo emas. Ya'ni bu sabablar yo'qolmaydi, shunchaki jamiyatga xavfi kamayadi uni. O'sha paytda atrofdagi jamiyat desak-chi, atrof muhitga, o'sha yerdagi ham kichkina jamiyat-ku endi. O'sha sinfdagi yoki o'sha oiladagilar, boshqa bolalari bor, akasi bor, ukasi bor, boshqa narsa bor. O'shalarga nisbatan ozgina vaqtincha tinchlantirib turib, o'sha tinchlangan paytda pedagogik nima deydi, professional pedagogik podxod qilinib, o'sha narsani vaqtini cho'zish, moslashtirishda korreksiya moslashtirasiz, sekin moslashtiriladi. O'sha narsalarni yo'qotishga qilinadi. Medikamentoz narsa mana shu narsa uchun kerak. Endi aytamiz, ozgina miyasiga oziqa berish kerak, ozgina metabolizmini yaxshilash kerak. Endi hozirgi kunda hamma bolalarda ko'p muammolar bor. Endi hozir aytyapti, gijjadan bo'lib qolyapti. Endi kulgili holatlar juda ham ko'p hozir. Oshqozonni tozalamasang miyasi ikkinchi miya degan fikrlar ham ketyapti. Bolani bu yog'ini, ichini, organizmini tozalab, detoksikatsiya qilib, glisiyu viruslarni tozalaganicha o'zi zaharlab bo'ladi dori bilan. Keyin uni asosiy kasallikni davolayman degungacha u bola u steril yashab bo'lmaydi. Shular hozir shunaqangi davrda bizada. Qarang, Zohid aka, men hozir mana shuni shuncha men sizdan olgan ma'lumotimni anaqa qilsam, umumlashtirib bersam-da, to'g'ri joyini aytib, noto'g'risini to'g'rilasangiz. Men tushunishim bo'yicha, demak, autizmga chalingan bolalarni jamiyatdagi moslanishida muammolari bor. Bu moslashishdagi muammolar darajalarga bo'lingan. Ba'zilar shunchaki o'zi bilan yuradi, bu birinchi daraja. Ya'ni qolganlar bilan uning muammosi bor, u hech kim narsa hal qilib bermaydi. Ikkinchi darajada ular xalaqit berishi mumkin, diqqatni o'ziga qaratishi mumkin. Uchinchisida umuman noloyiq harakatlar, xavf bor. Xavfli bo'lishi mumkin. Juda xavfli bo'lishi, urishi mumkin, nimadir qilib qolishi mumkin. Bu xavf darajasi. Endi lekin bularni qachon biz davolangan deymiz, qachonki jamiyatga xavf tug'dirmasa, ularga kirishib keta olsa. Lekin tushunishim bo'yicha bu ishni asosan pedagoglar qilyapti. Bog'chadagi pedagoglar, maktabdagi pedagoglar yoki alohida yollangan pedagoglar va o'sha logopedlar. Gapirishi, so'zini, defektlarini to'g'rilab va deylik, ikkinchi, uchinchi darajada xavf tug'ilganda xavf borligi uchun ham pedagog va bolalar bilan moslasha olmayapti, u bolalarga moslasha olmayapti, shuning uchun balki harakatlar qilayotgandir. Pedagog ham unga tabiiyki dars bera olmayapti. Shuning uchun bizga psixiatr yordami kerak bo'lyapti. Ikkinchi va uchinchi darajada dozani to'g'irlab, tinchlantiruvchi, deylik, o'sha miyaga oziqlantiruvchi nootrop moddalar balki berish. Lekin shuni hammasini kim qilish kerak, qanaqa bosqichda qilish kerak, kuratsiya qilib turish, bu nevropatolog vazifasi bo'lyaptimi shunda? Yo'q. Nevropatolog vazifasi emas bu. Qarang, mana biza kasalman deb o'sha autizm kasallik emas deyshadi-yu, bu holat deylik, aytaylik-a. O'sha holat bilan agar menga misol keladigan bo'lsa, bu yerda agar psixiatrda yordami kerak bo'ladigan holat bor. Chunki ayrim o'sha dori vositalari bu nevropatolog tomonidan tavsiya berilmaydi. Uni nimasiga kirmaydi, vazifasiga kirmaydi. Uni psixiatrni nimasi bilan tavsiya etiladigan bor. Yengilroq turlari bor, korreksiya qilish mumkin bo'lgan, ya'ni qo'shimchalar bilan qilish bo'ladi. Unda biz aytamiz. Lekin hamma nevropatologlar, men o'ylaymanki, men bilaman bu narsani, bunaqa bolalarga faqatgina men davolayman deyishmaydi. Albatta bu bolalarni defektolog, logoped, agar u nimasi bo'lsa, mana AB terapiya bo'lsa, sensorni integratsiya,
ergoterapiya degan narsalar bor, bu dori bilan aloqasi yo'q. O'shalardan keyin ozgina boshqa bir muammolari bo'ladi, bor hozir bolalarda ozgina oziqa, metabolizmni yaxshilash kerak, qon aylanishi bo'lsa uni berish kerakdir, chunki aminokislotalarda yetishmovchilik bo'ladigan bo'lishi mumkin. Yoki vitaminlar, makro mikroelementlarda yetishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni korreksiya qilib bersa, nima kutilayotgan natijaga odatiy holatdan ko'ra yaxshiroq, tezroq yetib boriladi-da. Ha, demak, 3 ta terapiya nomladingiz, korreksiya deb nomladingiz, ergoterapiya, keyin terapiya, sensorni integratsiya, terapiya, adaptatsionniy. AFK bu fizический, jismoniy nimadir mashqmi? AFK. Adaptatsion fizkultura. Lechebniy fizkultura bor. LFK, AFK bor. AFK adaptatsion fizkultura. Keyin hozir mana aytdim-ku, boshida aytib ketdim. Bu 3tadan 4tani hammasi mashqqa o'xshab eshitildi menga. U yerda pedagog shug'ullanadi. Pedagog, demak boyagi anaqamiz nimasi bilan pedagoglar birgalikda shug'ullanadi bu yerda. Demak, anaqa yaqin kelyapmiz. Ya'ni men tushunishim bo'yicha mana pedagog uni baribir jamiyatga moslashtiryapti. Logoped uni tilini chiqarib beryapti va kerak bo'lsa agar neyropatolog yozolmaydigan ba'zi dorilar bor, psixiatr yozyapti, neyropatolog faqat shu jarayonni aytyapti. Siz mana buni qiling, buni qiling, mana psixiatrga boring yoki mana pedagogga boring yoki hech narsa kerak emas, bolangiz sog'lom deyapti. Ya'ni u differensiatsiya, ya'ni yo'naltiruvchi, kurator. Ya'ni deylik, ota-ona neyropatologga birinchi kelyapti-da, keyin deylik u aytyapti, masalan uchun neyropatolog aytyaptiki, bolangiz yaxshi o'tib ketadi deyapti. Bu masalan uchun, bu shunchaki anaqani ko'rinishi. Ya'ni autizmga o'xshab ko'rinyapti. Siz bolangiz bilan ko'proq gaplashing, ko'proq o'ynang, allayting, boshqa qiling. O'shandan bu sog'lom bolangiz deyapti. Yoki o'zini o'sha bir nechta differensial diagnostikani qilib ko'ryapti-da, keyin aytyaptiki, endi qilmasak bo'lmas ekan. Mana pedagog bilan shug'ullansin deyapti-da, yozib beradi. Pedagog bilan shug'ullansin deyilmaydi. Qarang. Birgalikda qilinadi. Mana masalan doktor ertalabdan kechgacha u bilan o'tirmaydi-ku. Masalan, yuqorida aytib ketdim-ku sizga, o'sha miyamizda boshida siz aytib, mehrni, e'tiborni bolaga ertaklar aytib shug'ullanmagan narsani endi o'sha bolalar nevropatologi bugungi kunda nima qilyapmiz? Ana apparatlar bilan bekorga aytmayapmiz-ku. Apparatlar bor, shu ongimizni korreksiya qiladigan, nutqimizni korreksiya qiladigan, dori darmondan tashqari o'shanaqangi apparatlar mana zamon rivojlanyapti-da. Endi shu o'zimiz vaqtida nima deydi, fiziologik bermagan narsamizni majbur bo'lamiz, chunki uni qilmaydi, chunki u ishlash kerak, boshqa narsa qilish kerak. O'sha vaqtda onani suhbati yozib olinadi-da, bolaga qo'yib beriladimi? Bolaga qo'yib beriladi. Uni o'sha programma shuni moslashtiradi, o'sha uchun bola tinch qilib maza qiladi. Shunaqa nima deydi? Musiqa bilan qo'yib bolalar shu Beethoven, shu Tchaikovskylar, shu Mozartlarni muzikasini onani ovozi bilan birgalikda keltiradi, embrional holatdagi ovoziga qarashtirib. Ana duk shular. Mana akustik korreksiya deymiz, shu korreksiya qilib beradi. Miyadagi mana shu signallarimiz demak, agar mana ana shu paytda bilinadi. Haqiqiy autizm bo'ladigan bo'lsa, autizm kasalligi bo'ladigan bo'lsa, mana shu pedagogik korreksion, o'sha logopedagogik, o'sha instrumental, ya'ni fizioterapevtik, dori-darmon, medikamentoz davolashni qilganingizda bolangizda yaxshi o'zgarish ketib, navokalari oshib, hamma narsasi, demak bu autopodobniy holat bo'lgan ekan deymiz. Demak, ota-ona bizni hatto ota-ona sifatida qaysidir ijtimoiy holatlarni yaratib bermaganimiz uchun rivojlanmay qolgan ko'nikmalar, ijtimoiy ko'nikmalar. Yo'q, u yerda faqatgina qaysidir ko'nikmalari ketyapti-da, boshqa yana odatiy ko'nikmalar qo'shilyapti. Bunisini korreksiya qilsangiz, ikkinchi boshqa bir kerak emas bo'lgan, ya'ni o'zbekchada qilqlar paydo bo'lib qolyapti, xulqlar, o'zgarishlar bo'lib qolyapti. Demak, bu yerda autizm aniq bo'ladi va unga o'sha faqat asosan ozgina shu medikamentoz bilan основной korreksiya qilish kerak bo'ladi psixopedagogik holatini. Kompleksniy korreksionniy psixopedagogический и logopedagogический reabilitatsiya deydi uni. Xo'p, reabilitatsiya demak uni qayta tiklash. Qayta tiklayapmiz, qayta imkoniyatlarni bu butun umrli jarayonmi? Ya'ni bola anaqadan tusha olmaydimi keyin tinchlantiruvchi? Og'irlik, yo'q, tinchlantiruvchi demayman. Og'irlik darajani o'zini yoshiga mos holatda dasturi tuzilgandan keyin nima uchun mana bugungi kunda biz kasbiy reabilitatsiyani rivojlantirishimiz kerak deyamiz. Mana ijtimoiy reabilitatsiya bor, tibbiy reabilitatsiya bor.
O'shanda kasbiy reabilitatsiya degan narsa ham borda, etap bilan ketadida bu narsalar, Hmm. ijtimoiy, tibbiy hamda kasbiy reabilitatsiya. Demak, o'shalarni qaysidir tibbiyni oldi, ijtimoiyni oldi, qaysidir ma'noda ozgina korreksiyaladingiz. Undan keyin kasbga yo'naltirilib, o'sha kasbiy tomonini mayli endi olim bo'lmadi, bir katta bir mutaxassis bo'lmadi, O'zini o'zi lekin eplaydigan o'zini holda. o'zi eplaydigan, atrofdagilarga zarar tegmaydigan O'sha insonga holatgacha olib borib aylantiradi. beriladi demak. O'sha holatga olib borib Tushundim. Demak biz 10 kishilik deylik, 10-15 kishilik autizm holatidan yig'ilgan bolalarni yig'dik bitta joyga. Pedagogga birinchi navbatda sabrli bo'l deymiz. sabr birinchi o'rinda. Ha. Ota-onaga, pedagogga shifokorga ham sabr kerak. Sabr deymiz va o'sha 10-15 ta guruhdagi bolani albatta bizda demak nevropatolog shifokor hamkorimiz bo'lishi kerak ekan. Iloji boricha. Va logoped hamkorimiz bo'lishi kerak ekan. O'zi har bitta bog'chada bor. Logoped, defektolog albatta bo'lishi kerak. Demak bu guruhga doim kuzatib boradi demak. Bitta jadval bo'ladi misol uchun. Terapevtlar olsangiz, ergoterapevt olsangiz, sensorni integratsiya qilsangiz, Bog'chaga olishim shartmi ularni? ha, olsangiz yaxshi bo'ladi. Ya'ni hozir mutaxassisotini aytdingizmi terapevt deb? Ergoterapevt, mana qarang. Defektolog, logoped, U bor, har bitta bog'chada o'zi bor u. AB terapevtlar, o'sha logopedlar o'zlari o'qib shu sohani 2-3-4 hafta o'qib olsa bo'ladi unga. Sensorni AB terapiyani darajasi bor unda ham. O'zi tushuntiring mana shu terapiya haqida gaplashaylik. Men hozir tushunmagan narsamni qanaqa qo'yishni bilmayapman-da. Qarang. Bu nima? Logopedda masalan ruchka dediga noto'g'ri aytyapti, eslab qolmayapti. Hmm. Nutqida ketayotgan narsasini to'g'ri ravon gapirishini shakllantiradi. Nutq a'zolarining kamchiligi. Lekin sezgi degan narsa ham borda, hissiy so'zlash degan narsa bor. Sezib so'zlash degan narsa, sensorni rech degan narsa Aha. bor-ku. Demak, unda sensorni rech buzilgan bo'lsa, motorni rech bor, sensorni nutq bor. Aha. Sensor hamda motor nutqimiz bor. Motorni nutqimizda ko'proq o'sha defektol logopedga e'tibor qaratiladi-da. Ya'ni произношение слов bor-ku, talaffuzimizda, unga so'z a'zolarida, tomog'i, ovoz boylamlari, tilimizda, muskullarimiz, hozir bolalar qattiq narsa chaynamaydi, so'zga emadi, yumshoq bo'tqalar qilib beryapti, shakllanmadi. Nutq shakllanmadi. Bu logoped ishi, buni ravonlantirish. Ana logopedda. Lekin uni etdi, esdan chiqib ketyapti. Ertaga so'rasangiz esdan chiqib ketaveradi. Ana bu yerda o'sha paytda pedagog mana AB terapevtlar qo'shiladi. AB bu, AB A, B, V, A. AB terapiyada. Mana autizmlar chet tilda aslında AB terapevtlar, akupunksional terapiya deydi, o'sha narsa qilishadi. AB terapiyada demak qarang, oldi mana bu telefon. Aytaylik, masalanda oldi, telefon qani, mana telefonni ko'rdi, oldi, ushladi. Telefon nima qiladi? Telefon qilish kerak, kimgadir muloqot, rasm ko'rish kerak. Endi bolalar nimasiga yoshga mos narsani ko'rdi. Demak, bu yerda u telefonni birinchidan eshitdi, ravon qilib telefon deb, masalan deb aytayman men, eshitdi, esda chiqardi uni, telefon deb takrorladi. Motor ishladi. Qo'l bilan ushladi, sensorga ishladi, qo'ldagi sezginmalar bilan ushlab esda qolishni boshladi va uni nima vazifa bajarishini bildi, tushuntirildi. Bu sensorikasi, bu har bir mutaxassisning o'zini vazifasi bor-da, o'sha uchun universal mutaxassis bo'lmaydi bugungi kunda. Degan narsa mana shu. Mana shunaqa qilib, agar bu holat buziladigan bo'lsa, uni saqlab qolish, bu hozir bolani Piaget bo'yicha 3-4 yoshli holatiga qaytmaymiz-ku sensomotor o'rganishga, to'g'rimi? Sizga sensomotorikani buzilish autist deb turib sizga 18 yoshda kelmaydi-ku. Hozirgi paytda. Yana yana 7 yoshli bolada ham yoki 2 yoshli bolaga qaytib qolayotgan ekanmiz-da biz. Chunki 2 yoshli bolaga shunaqa o'z hissiyotlari shakllanmagan-ku. Aytganimizda ushlab ko'rmadi, issiqligini bilmaydi, faqat bitta narsani qilib o'tirdi, bitta joyda o'tirdi. O'shaning uchun aniqlab diferensiatsiya qilinadi degan narsa nima uchun diagnostika deganda, ya'ni konsultatsiya qilish kerak deganimizda shu. Bunda motorika buzilganmi, sensorika buzilganmi, xulq buzilganmi yoki bir organik buzilishlari bormi? Ajratib olish kerak. Hozir men tushunishim, siz tushuntirganingiz bo'yicha bu aviterapiya bilan katta ehtimol logoped emas, balki o'zini asosiy pedagogi shug'ullangani yaxshiroq ekan. AB terapevt shug'ullanadi. U asosiy pedagogga biz taxminan 6 oy vaqt sarflab uni o'qitib o'rgatganimiz osonroq ekan, chunki u doim shug'ullanish kerak ekan, bog'chaning ichida bo'lish kerak ekan u demak. Mana shu uchun ham aytaman-da, logopedda
qarang, logopedik mashg'ulotlar bor. Endi logopedlar balkim nyuanslarini nima qilar? Logopedik mashg'ulot bor. Logopedik muolaja bor. Logopedik muolajalarda mashg'ulotni ko'proq vaqt shug'ullanish kerak. Logoped mana bu og'iz bilan ishlaydi, uni ham o'zining normativi bor, 10 kun, 12 kun. Undan ko'p og'iz bilan ishlab bo'lmaydi. Ortiqcha qildingizmi yoki yumshoq tanglayni bo'shashtirib qo'ydingiz, har kuni mana bunaqa qilaverib turing, yoki so'lagini oqqizib qo'ydingiz, tushunyapsizmi? Normativ bor. Lekin mashg'ulotlarda u boshqalar uni qilsa bo'ladi. Bu terapevt ota-onaga aytaman, imkoniyatingiz qanchaga yetadi, tushunchangiz qanchaga ko'taradi, kutilgan natijaga shug'ullaning deb aytamiz. O'sha paytda aytganingizdek, bu narsalar shakllanishni boshlagandan keyin, farqiga borishni boshlagandan keyin ana bu yerda pedagoglar qo'shilsa, chizishni boshlasa, uni yozishni boshlasa, aytgan so'ragan narsangizni mana shu olma ekanligini olma deb yozib, olmani olib kelib bersa yoki olma nimaligini yeydi bu, mana bunaqa deb ranglarini ajratib, uni bo'yab bersa, ana sizni yutug'ingiz shunda bo'laveradi, o'sha sekin moslashib boraveradi degan. O'sha uchun orqaga qaytish degan narsa o'sha normal rivojlanish kerak bo'lgan bosqichma-bosqich rivojlanayotgan narsalarni tashqi nimalar bilan shakllantirishdi. Mutaxassislar bilan. O'shanda moslashib boraveradi. Shuning uchun zipper bilan adashtirib qo'yish oson ekanda. Juda ham oson. Bularni bir-biri bilan ajratish juda ham qiyin, juda ham oson. Adashtirib qo'yadi. O'zgarish. Nima uchun o'sha uchun ota-onalarda ko'p bo'ladigan savol, voy oldin bolamga zipper qo'yuvdingiz, endi autizm qo'yib berdingiz. Yo bo'lmasam oldin autizm qo'yildi, endi STVga qo'yib beryapsiz. Yoki pedagogический defekt deb yozib beryapsiz. Mana shu so'zni yomon ko'rishadi. O'sha ko'pincha pedagogik defekt deb yozib, pedagogik избалованный ребенок, pedagogik defekt deb yozib bersa, o'sha betarbiya deganda o'zi. O'sha ona agar qaynona-qaynota eri bilan kelgan bo'lsa, menga hech qachon biron marta ko'rmadimki, yana qaytib kelganini. Tarbiya qila olmagansan deganda-ku. Tarbiya qila olmagansan deb aytgan bo'lamizda. Tekshirish ham kerak emas. Bola o'zi bilinib turadi. Baribir beqiliqlar qilayotgani bilan uni ko'z qarashi-yu, ichga kirib kelishi-yu, reaksiyasi-yu, muloqotidan bilib turadi. U patologiya emas u. U funksionalniy. Siz qilmaganingiz uchun, poзволять qilib qo'yganingiz uchun. Erkatoy. Erkatoy degani, betarbiya degani. O'shalar kelmaydi menga qaytib turing. Haqiqat qaytib kelmaydi. Nega ularga shu vahimali qilib, seni bolangda ming xil narsani tekshirtirib, kaplinsalarni yozib, bir nimalar qilib tashlagan doktorga yoki o'shanga borishadi. Keyin kim yomon? Ana bor-ku. Menga siz bitta domlaga boradi, javobingiz yoqmadi, boshqa domladan so'rayman dedi, shunaqada. Javob yoqmagani uchun. Keyin baribir hammamiz yaxshi narsani eshitamiz. Bugungi kunda yaxshi narsani eshitib, o'shanga ishonishni xohlaymiz-da. Vaqt kerak-da, eng katta narsa vaqt, sabr, toqat. Oddiy skalyoz mana bizda misol uchun ta'limda eng katta muammolardan bittasi skalyoz. Kifozni to'g'rilayman desiz ham 6 oy yurasiz karsетda. U qattan u rech, ya'ni gapdagi nuqsonlar, fikrlashdagi nuqsonlar, tafakkur. Chudani kutib qolishadi-da, sizga keldi, darrov bir o'zgarish qilib berishingiz kerak. To'g'ri, bu yerda ota-onani to'g'ri tushunamiz. Masalan, to'g'ri tushungan holatda xohlaydi tezroq yaxshi bo'lishini, lekin hamma narsaga vaqt kerak. Dori hozir bugungi kunda bilasizmi? Dori-darmon, ukol, tekshirish usullari yozib bersangiz ham aybdorsiz. Hech narsa yozib bermasangiz ham aybdorsiz-da. Shunaqa zamondamizda hozir. Tushunyapsizmi? Qarang, Zohidjon aka, demak biz aniqlab oldik, jamoa quryapmiz mana. Avtoterapeut oldik. U bolani demak o'sha sensomotor rivojlanish, ya'ni 5 yoshgacha o'zi bo'lish kerak bo'lgan yoki 6 oylikda boshlanish kerak bo'lgan bu qizil, bu ya'ni tafakkuri, sodda qilib aytganda, dunyoni tanish tafakkuri va ifodalash qobiliyatida. Tafakkur, tanish va ifodalash. O'zi 2 yoshgacha tanish bo'lib, keyin ifodalashga o'tish kerak edi. Shu qolib ketgan jarayonni demak tiklash bilan shug'ullanyapti bog'chamizda. Xo'p, buni oldik. Logopedimiz bor, neyropatologimiz bor konsultant sifatida. Xo'p, pedagogimiz bor, u sabrli. Keyingi mutaxassisimiz kim edi? O'yinlar. O'yinlar tushunadi, mutaxassis, ya'ni biz jamoa yig'yapmiz hozir. Jamoada demak biz pedagogimiz bor. Demak, logopedimiz bor va boyagi pedagogimiz o'qitdik avtoterapiyaga, ular sabrli. Bizda neyropatologimiz bor, bolalarni qarab turibdi va mabodo psixiatrimiz ham bor. Mabodo agar bolalar bizni pedagogik jarayonimizda xalaqit, agressiya qilayotgan bo'lsa, mabodo dori bilan tinchlantirib o'sha jarayonga ko'niktirishga osonlashtirish uchun. Ya'ni shu jamoamiz bo'lsa, bog'chada, ichida muammo bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Bugungi suhbatimizdan to'g'ri xulosa qildimmi?
muammo bo'lmaydi. Agar o'zini o'sha vazifasini sidqidildan bajaradigan, o'zini sohasini yaxshi ko'radigan mutaxassis bo'lsa, bolani haqiqatan ham yaxshi ko'radigan, bolalarni yaxshi ko'rish kerak-da bu yerda. Birovni bolasi emas, o'zini bolasidek farzandidek yoki o'zining jiyani shunaqa bo'lganda nima qilardim degan savolni qo'yib harakat qiladigan bo'lsa, bitta komanda bo'lsa, bu juda ham yaxshi ota-ona uchun ham, shifokorlar uchun ham, pedagoglar uchun ham foydali bo'ladi agar birgalikda bo'lsa. O'sha uchun ham bugungi kunda korreksion sentrlar, mana masalan men aytaman, masalan menda 10 kun davolanding deyman. 10 kun bizlar dori darmon yoki fizioterapevtik nimalari bilan bunday yo'lga mana shu yo'ldan ketib o'tamiz. 3 oydan keyin qayta ko'ramiz, chunki tinmasdan dori berish kerak emas bolaga yoki tinmasdan ukol qilish kerak emas deymiz. 3 oydan keyin qaytib kelasan, baholaymiz holatini deymiz. Endi u yog'iga ana siz aytgandek pedagoglar shug'ullansin, defektolog, logoped, terapiya yoki mana sensorikasini rivojlantiradigan boshqa bir kasblar, tikishni o'rgansin, biror narsa to'qishni o'rgatinglar. Kichik motorika. Milk motorikasini, kichik motorikasini rivojlantiring bolangizni, ko'nikmalarini oshirtiring. Keyin kelganingizda bizdan ana endi qanaqa o'zgarish bo'ldi deb so'rasangiz, sizni ayta olamiz deymiz. U bitta 10 kunda kelib tamom uyda hamma narsa esdan chiqib ketdi, bir kun qissa qildi, faqat telefonda o'tirdi. O'sha keyin kelib turib doktordan nima o'zgarish bo'lyapti yoki pedagogdan nima o'zgarish bo'lyapti yoki logopeddan nima o'zgarish bo'lyapti desangiz bo'lmaydi. Masalan, logoped ham ovozlarni chiqarib, mana shu mashqlarni bajaring deb keldimi, u yerda logopeddan, defektologdan shug'ullanib keldimi, uyda ota-onasi yana unga vaqt ajratib o'sha narsani qaytarish kerak bo'ladi. Siz bugun pedagoglar o'sha maktab boshlang'ich ta'limlarda bolaga biror narsani o'rgatib uyda kelish kerak bo'ldimi, uni ota-onasi yana o'tirib sal muloqotga kirish kechroq, qiyinroq bo'ladigan bo'lsa ham qisqa kam bilan o'shani bosqichma-bosqich olib borish kerak bo'ladi. Bu degani kollegialniy ishlash degani. Tushunyapsizmi? Jamoa bo'lib. Maqsad bitta bo'ladi. O'sha o'qituvchi pedagoglarda ham, mana o'sha logoped ham pedagogda, endi ovoz общий aytaylik, pedagoglar va mediklar. To'g'rimi? Bu bitta jamoa bo'ladi-da. Hammamiz maqsadimiz bitta, shu bolani bitta maqsaddamizda. Siz zo'r mutaxassis pedagog bo'lsangiz ham biz mediklarsiz to'g'rilay olmaysiz. Yoki men shunchalik zo'r kuchli nevropatolog bo'ladigan bo'lsam ham, agar nutqida, ongida muammosi bo'ladigan bo'lsa, pedagogsiz yoki logoped defektologlarsiz men eng kuchli dorilarni bermayman, natijaga erisha olmayman. Faqat men davolayman deb ayta olmayman. Yoki ana logoped ayta olmaydi. Men faqat doktorlar hech narsa qila olmaydi, ular miyangni zaharlab tashlaydi deydigan hozir juda ko'p-ku mana shunaqa ota-ona nima qilishni bilmay qoladigan. Biz birgalikda qilishimiz kerak hamma narsani. O'shanda bitta maqsad farzandga, bolaga yordam bergan bo'lamiz, jamiyatga moslashtirgan bo'lamiz. Hachabi nima deydi, o'sha og'ir atrofdagilarga xavf tug'dirmaydigan, o'ziga o'zi xizmat qiladigan va bir aytdim-ku, mana shu kasbiy reabilitatsiyani rivojlantirib davom ettiradigan bo'lsa, hachabi o'zini o'zi kunini ko'rishga yoki kasbiy integratsiya oxiri jamiyat integratsiyasiga olib boradi. Oxirgi integratsiya o'sha kasbiy reabilitatsiya hisoblanadi. Kasbiy reabilitatsiya qilgandan keyin u jamiyatga integratsiya bo'la oladimi? Ya'ni u gaplasha oladi-ku, odamlarga xavf tug'dirmaydi-ku, yo faqat bitta izolyatsiyada ishlab yurish kerakmi bu bola? Yo'q, bu yerda izolyatsiya demayman. Endi yana kasallikni holatiga qarab, qo'shimcha muammolari borligiga qaraladi-yu. Ortiqcha endi faqatgina jamiyat bilan tashqi atrofdagi muhit bilan moslasha olmadi degani emas-ku. Ularda boshqa muammolar bo'lishi mumkin, agressiyalar bo'lishi mumkin, nima deydi, autoagressiyasi, o'zini tishlab tashlaydigan, urib tashlaydigan muammolar bor. Baqir-chaqir qiladigan, kiyimlarini yechib tashlaydigan bo'lishi mumkin, chiqib olib o'ynab bir qiliqlar qilishi mumkin yoki har xil tajovuzkorona boshqa bir harakatlar bo'ladi. Kichkina bolalarga tashlanib qoladigan o'sha narsalarni qilib qo'yishi mumkin. Tushunyapsizmi? Mana shu narsalarni sekin nima uchun psixiatr kerak, nima uchun pedagog kerak, nima uchun qayda nevropatolog kerak degan paytda faqat men emas, o'sha o'z vaqtida qaysi soha vakili bo'lsa ham, demak o'zingni sohang emasmi, bu bilmaslik, bu ayb emas. Universal odam bo'lmaydi. Uni faqatgina to'g'ri nimaga yo'naltirib yuborsan, o'zingni ishingni qil, bu o'zini ishini qilsin, bu mutaxassis o'zini ishini qilsin. O'rtada Zohirjonga bitta savol menda boya paydo bo'ldi. Endi gali kelibdi shuni. Boya aytayotganingizda bolalarni tashqi va ichki muloqot deb ketdingizda. Tashqi va ichki nutq bor. Ha, mana shu unda nima? Tashqi va ichki omillar bor. Faktorlar bor. Uni tushunarli. Ichki tashqi faktor omillar tushunarli. Tashqi nutq va ichki nutq. Tashqi nutq shunaqa oddiy bo'ldi. Bu nima?
ya'ni man oddiyroq tushuntirdim buni. Ya'ni nima degani? Tashqi nutqimizda bola hamma narsani tushunadi. Tushunyapsizmi? Tushunadi, gapira oladi, gapirishga harakat qiladi, lekin tashqi faktorlar bor. Yakanu tilcha deydi-ku, o'shamiz rivojlanmagan. Ochiq tanglay, bo'ri tanglay deydi. Labda nuqsoni bor. Yoki jag'da ana mikrognatiya deydi, jag'da prikusda o'zgarishlar bor, tishlarda o'zgarishlar bor, tilida tagida pardasi bor deydi mana. Demak, tashqi mana bu ovoz ichkaridan hamma tushunib chiqaryapti, lekin uni ravon gapirib berishda, chiqarishda. Ha, ichkilar tomodagi demak bular. Talaffuzda muammolar bor-da. Ichkimiz bor, u anglamaydi, his qilmaydi. Nimani gapirib, masalan, mana shu ruchka ekanligini ruchka chiqmaydi-da. Bu ichki deyiladi-da. Это внутренний речь degan narsa, sensorni rech bilan motorni rech degan narsa. Demak, bir bola His qilmaslikdan his qilmaganligi uchun gapirmagani bor. Va gapira olmagani uchun gapirgan. Gapira olmagani uchun nima bor? Eshitmaydi, gapirmaydi-ku. Quloq eshitmasa, nima qilsin endi? Eshitmagan u. Hamma asosi bo'lib turib ham gapirmaydi. Hamma narsasi bor, hamma narsasi bor. Eshitmagan u bola. Qayerdan gapiradi? Shuning uchun ichki nutq deyiladi u. Ha, tushundim, bo'ldi. Endi oxirgi savol deymizmi yoki bir fikr deymizmi? Balki shu yerda anaqa qilib ketadi. Mana duxovniy gluxata, sulxata degan narsa bor-da, duxovniy deydi. Ya'ni miya po'stlog'ida o'sha nutqni, ya'ni eshitib sintez, analiz qiladigan markaz bor. Tushunyapsizmi? Ensa tomondanmi? Tashqi hamma anaqani tepasidan bo'ldi. Hamma tashqi faktorlar, organlar hammasi joyida, signal tashqi tomondan olamiz-ku, mana sezgi nimada. Olib markazga yetkazdi, markazdan ishchi organga qaytish kerak. O'sha markazda muammo bo'ladi-da, uni tez analiz qila olmaydi. Xuddi shu ko'rishda ham hamma narsa ko'radi. Ko'z olmalari, nervlar hammasi joyida. Lekin mana insu sohasida travma bo'lganlarda ko'pincha bo'ladi. U ko'rgan narsasini anglamaydi. Mana bu ko'radi. Uni anglamagani uchun urilib qolish bor. Shunaqa narsalar. Nima uchun milliylik, mana chet eldan murojaat qiladigan ota-onalarning ko'pida aytishadi-da. Nima qilasizlar? Qanaqa nima uchun mana Yevropada ham, Amerikada ham autizmga umuman medikamentoz davo berilmaydi yoki psixotrop narsa beriladi-da, asosan medikamentoz narsa berilmaydi. Ular faqat shu akupunksional terapiya, AB terapiya bilan shug'ullanadi, bo'ldi deyiladi. Maktabga boradi, shug'ullanadi deydi. Biz endi doridan beramiz, barib korreksiya qilamiz, testlari bo'lmaydi deymiz. Yoqdagi siz shu atrofda, masalan, bugun siz yashadingiz, ulg'aydingiz, mana shu uylandingiz, mentalitetimiz shunaqa shakllandi, ovqatlanishimiz, kun tartibimiz, hayot tarzimiz boshqa mentalitetda shakllandi, boshqa joyga borib turin, o'sha joyda asrlar davomida shakllangan ayrim tekshirish usullari, ayrim tekshirish usullarida tahlillari bizga to'g'ri kelmaydi-da. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun mana oziqlanish madaniyati deydi. Mana juda ham ko'p bugun bang urib gapiradi. Biz xato ovqatlanamiz. Qaydan aytasan? Asosan qayerda seni? Ertalab osh yeb bizani ota-bobomiz yuzga kirishgan. Masalan, qo'y dumbasini yeb yuzga kirishgan. Mana hamma yomon deyotgani endi hayvon yog'i foydali ekan deb mana chiqyapti Amerika. Go'sht yoki bugun informatsiyalar jangida bizlarda ishonib ketyapmiz-da, u informatsiyalarni ishonchliligi ham hozirgi kunda nima? Savol narsada. O'sha uchun har bir o'troq Yevropoidlar nima uchun chiqqan, mongol aziyatlar nima uchun bor, afrikanslar nima uchun borda, hayot tarzi. Masalan, hozir bizani ovqat karslarga aytingchi. Hech qachon yemaydi. Vaqtincha yeydi, o'sha keyin usi. Endi siz borib karis, men o'zim yashaganman Koreyada, Xitoyda, mana shu qit'ani hammasida bo'lganman, masalan, yer shaklidagi-da, yer sharidagi. Ularni standart davolashini, standart pedagogik dasturini shundoq tarjima qilib, bizani O'zbekistonga shunday qo'yib yuborib bo'lmaydi. Hammasi kontekstual, ya'ni vaziyatga hisob-kitob bo'lmaydi bu narsa. U ya'ni ular yaxshi davolaydi, ular yaxshi pedagogik o'qitish tizimi yoki ma'musi yaxshi. Qaysidir usullarni biza borib u yerdan, endi bu meni shaxsiy fikrim. O'rganib, uni milliylashtirib qayta ishlab chiqarishimiz kerak. Uni tarjima qilishimiz kerak emas. Bizda hozir juda ham ko'plab adabiyotlar ham, keyin tavsiya etilayotgan tavsiyalarni juda ko'pi nemis doktorlarni nemis aholisiga bergan tavsiya. Nemis aholisi nemisga bergan. Insonmiz-ku, odammizku deydi. Yo'q, mentalitet boshqa. Asrlar davomida yashagan
hayot tarzimiz boshqada, o'ylashimiz boshqacha, Fenotip boshqa. fenotip boshqa. Bizada ayrim DNKmizda o'zgarishlar bor, ularda boshqa o'zgarishlar bor, tushunyapsizmi? O'sha narsalarni tufayli ham nima uchun aytdim, ana ijtimoiy tarmoqlarda bugun bong urayotganlar shu ayrim hissiyotli nimalarni tarjima qilib olyapti-da. Hissiyotlarga berilib gapirib bergani uchun ota-onalar mana shu narsaga jarangli modni so'zlarni aytganligi uchun o'shalarga ishonib qolib, keyin siz bilan bizani soha vakillari bugungi kunda yomonotliq bo'lib qoladi. Bizda ham bor bu muammo Zohidjon aka, ya'ni fin ta'limini qo'ymaysizlarmi deydi. Fin ta'limi finlar uchun, fin ota-onalari uchun, Uni ota-onalar uchun. fin ota-onalari fin o'qituvchilari tomonidan o'qitiladi. Mana o'zimiznikilar ham keladi. Bizani doktor deydi, bolasida masalan aytaylik nutqda muammosi bor yoki xulqida muammosi bor yoki aqliy tomondan muammosi bor. Tipичный o'zbek oilasi. Aytaylik, Biza deydi mana Angliyaga ham borishimiz mumkin, Amerikaga ham, Koreyaga ham, aytgan joyga borib davolanishimiz mumkin deydi. Siz ayting, bizlar o'sha yerga boramiz deydi. Men aytaman keyin. O'zbekmisiz? Bolangiz o'zbek oilasida katta bo'lgan, o'zbek mentaliteti bilan katta. Bolangiz o'zbekchani juda yaxshi anglaydi, tushunadi. O'sha aytaylik Germaniyaga. Bolangiz man noto'g'ri tushunmasin. Men ana xirurgik, onkologik kasalliklarni aytmayapman. Qaysaki inson tafakkuri, ya'ni ishtirok etmagan, muloqotda, anglashda sizni men mana hozir men nima deb aytayapman, so'z o'yinlari haqiqiy o'zbeklarga xos bo'lgan shunaqangi so'zlar bor-da, uni tarjima qilib bo'lmaydi-da, uni anglay olmaydi. Uni faqat o'zbeklargina anglaydi u gapni ma'nosi nima ekanligini. Yoki nemislarda, yoki fransuzlarda, yoki koreyslarda, yoki xitoylarda o'zlari anglay oladigan va bolalarda o'sha anglaydigan tilda anglata oladigan xalqmiz. O'shanaqa bo'lgani uchun deyman, bolangiz olib bording deylik, mana nutqida muammo bor. U bilan nutqi bilan shug'ullanish kerak, bola bilan. Xulqini to'g'rilash kerak-da. Bola uni tilini tushunmasa. O'tga mos bo'lmasa. O'qituvchi yo pedagog ming professional dunyoda xizmat ko'rsatgan, oddiy qilib aytganda, butun dunyoda xizmat ko'rsatgan, lekin o'zbek mentaliteti, oilasi tilini bilmaydi. Qanday qilib tushuntiradi uni bunday chizib, общий xalqaro tilda tushuntirib beradimi? Bo'lmaydi deyman. Agar mana suyagi sindi, onkologiya, boshqa narsa bo'ldi, ko'rdi, til kerak emas, narkoz qildi, operatsiya qildi, texnika zo'r, robototexnika zo'r, tekshirish usuli, diagnostika bor, zo'r. Lekin xulqimizda, xulq atvorimizda, mentalniy nutqimizda, tarbiyamizda, atrofdagilarga bo'ladigan munosabatimizni o'sha o'zini millatidan boshqa odam tushuntirib bera olmaydi-da uni. Madaniyat qachon o'zgaramiz? Siz bilan biz mana o'qishga borib, chet elda yashaganimizda men kars bo'lib qola olmayman-da, Koreyada yashaganim bilan. Men o'zbekman-da. Balki meni farzandim va uning farzandi o'sha yerda tug'ilsa, chunki o'sha yerda uni otasi tug'ildi, uni bolasi tug'ildi, koreys bo'lib, koreys mentaliteti bilan ularni to'g'ri tushuna olish mumkin-da. Yoki biz O'zbekistonga kelganlar. Men bu gapimdan juda ham ko'p xafa bo'ladi bir xillar. O'sha yerdagi o'rtoqlarim xafa bo'lishadi. No biza qayerda bo'lsak ham biza o'zimizda ajdodlarimizga moslashishimiz kerak. Yurgan ishlar bor-da. Ular bizani sharoit yaratib, o'sha joyda yashagan davlatni hurmat qilish kerak, o'sha davlat tilini, madaniyatini, tarixini hurmat qilish kerak. Lekin o'sha millat bo'lib qola olmaydi-da. Xohlasa ham bo'lamaydi. U ajdodlar qilgan ishni har bittasidan ta'sir. Lekin juda ham ko'plar sizlarda degan gaplarni ko'p bo'ladi, o'sha uchun men bu fikrimga ular juda ko'p qarshi chiqib qoladi, xafa bo'lishadi. Yaxshi bo'lib ketadi. Chunki men bu yerda yashayapman-da, mayli borib kelganim bilan u yoqda unaqa, u yoqda fikrla olmayman-da. Yaxshi bo'lib ketadi. Ana shu uchun ham mana shu xulqidagi muammosi bo'lgan, ya'ni atrof muhitga munosabatida uzilish bo'lgan, insonlar o'rtasidagi muloqotda buzilish bo'lgan narsalar jamiyatda o'sha yashab turgan joyga moslasha olmaslik. Mana siz bilan bugun gaplashdik. O'z madaniyatda ham Osiyo madaniyat kontekstual-ku. Bizda odob bo'lgan narsa qayerdadir odobsizlik, qayerdadir to'g'ri deb qaralgan ish bizda noto'g'ri bo'lib, ya'ni odobsizlik bo'ladi, o'ta kontekstual-ku. O'sha uchun ota-onalar nima deydi? O'sha zamonaviy internetdagi, buni ham aytadi, meni bolam shundan ko'rib yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'lgani bu sizning yutug'ingiz. Ko'rib, internetdan ko'rib qilgan narsangiz bu sizning yutug'ingiz. Lekin bitta narsani unutmaslik kerak. Demak, sizni farzandingizga yordam bergan narsa mening ham farzandimga yordam beradi degani emas. Professional mutaxassisni tavsiyasiz. Meni bolam juda ham ko'pda, men o'zim bolam shunaqa edi, davoladim. Endi shu sohani davolaydigan mutaxassis bo'lib qolganlar hozir bugungi kunda juda ham ko'p. O'zining bolasi shunaqa ekan. Bu balki marketingdir. Ko'p eshitamiz bunaqani. O'zi bolasi shunaqa ekan, shundan keyin logoped bo'lib ketibdi. Endi hozir buni aytsangiz, hissiyotlarda, inson hissiyotida
sizga yana tashlashni boshlaydi. Boshingdan o'tkazmagan, boshdan o'tkazgan tabib bu yerda tushunyapsizmi? Bugungi kunda biron narsani haqiqiy narsani aytishga ham bugun hozir shunaqangi holatki to'g'ri tushunmaydi va sizni to'g'ri qabul qilmaydida hozir. Bo'ldi. Nima qilishimizni tushundim. Bog'chamizda, maktabimizda Zohidjon kelganingiz uchun rahmat. Qimmatli vaqtingizni ajratib, siz ko'rgan ota-onalarimizga ham foydali, bog'chamizni kuzatuvchilarga ham foydali bo'ldi deb o'ylayman. Tanishganimdan xursandman aka. O'zi mening nima uchun rozi bo'lganim, kim bilan gaplashdik biza bilmayman, hali nima qilib berasizmi, qancha pul qo'ysa bo'ladi Instagramga deb so'radida. Men birinchi bergan savolim aytdim. Sizlar meditsinskiy organizatsiyamisizlar dedim. Meditsinskiy organizatsiya bo'lsa men chiqmayman dedim. Maktab dedi, Rahimov ketdi dedi. Pedagog dedi. Bo'lsa pedagog bo'lsa muammosi yo'q dedim. Negaki bu bizani ishimizni ham rezultatini ko'rsatib beradigan narsa. Sizni rezultatingiz bu faqat meniki deb ayta olmaydigan sohada bu. Shunaqa. Bu men ham deb aytmayman. Agar ikkalamiz ishlatsak, bu ikkalamizni ham rezultatimiz bo'ladi. Ota-onaga eng katta yordam bo'ladi. To'g'ri yo'nalishga. Menga juda ham yoqqani nima bo'ldiki, so'radim, kim unaqa bunaqa deganda anaqasini nima qilmoqchi desam, ota-onalarni shu autizmi bor bo'lgan ota-onalarga nima qilish kerakligini o'rgatish to'g'risida seminar dedida. Bu yo'qda hozir. Bolalarda nima qilish kerak? Bolalar bunaqa autizmi bo'lgan bolalarga qanday nima deydi, taktika qilish kerak, qanday yordam berish kerak, qanday medikamentoz, ijtimoiy, pedagogik. Bu bor. Lekin bunaqangi farzandi bo'lgan ota-onalarga onalar ko'proq shug'ullanadi. Bu tan olishimiz kerak. Onalarga qanday, bu bolalarga qanday mashg'ulotlar o'tish kerak, ona nima qilish kerak? Bu katta narsa edi.